Assalamu alaykum aziz yurttaşlarım, ekran altı qadirli görürmenler, hammanglarning yakshanbanglar xayrli bo'lsin. Bugun yeni bir tema, yeni bir program bilan huzuringlarda turibdimiz. Diqqatinglarning bizda bo'lishini so'raymiz. Esinglarda bo'lishi mumkin 2020 yili 21 mart kuni Uyg'ur akademiyasi qaramog'ida Qutatqubilik instituti qurilgandi. Bu institut qurilib elib borgan faoliyatlar ichida Tirilish ismi bilan ba'zi suhbat programmasi uyushtirildi. Bugün biz bu program bilen muşu tirilish suhbatlarini yani tirildirishni maqsad qildik. Xudo buyursa bundan keyin davomlashtirishga tirishamiz. Programmamizni institutimizga ism bo'lgan bizning ulug' va yetuk madaniyat mirosimiz Qutatqubilik dostonimizdan boshlaymiz. Qutatqubilik faqat Uyg'urlar uchun emas, bütün Türk dünyasının g'ururi, manbasi, ilhom buloqlaridan biri, dunyoga tanilgan bir eser. Afsuski mushunda qimmatli bir asar hozirgacha asar yozuvchisininki fikrini, bu mirosimizning ahamiyatini, qimmatini toza tushunib yetolmadik, yetarli tadqiq qilolmadik deb o'ylayman men shaxsan. Bu asar Qarxonlar davrida hozirgi zamon Uyg'ur tilimizning shu davrdagi sop usubi bilan yozilgan. Bu asar faqat yozilgan davr uchun emas, hozirmi bizning ijtimoiy, siyosiy, falsafiy va nurg'unlagan jihatlardan faydalanishimizda qimmatli bir manba. Bo'lib bu davlat sistemasining qandoq bo'lishi kerakligi nuqtasini elib aytganda, hozirgi ilg'or davlat tuzilmasining aloyidliklarini shu davrda o'tirib qo'ya olgan nihoyatda ilg'or fikrli bir siyosatnoma deyishga bo'ladi. Mana shunday ilg'or ideya o'tirib qo'yilgan dunyodagi nurg'un tadqiqotchilarning diqqatini tortgan bu iftixor manbarimizning yozuvchisi ulug' mutafakkir Yusuf Xos Hojib kim? O yaşayan devir, onun hayatı, fikir düşünceleri nime, Yusuf Xos Hojib faqat bir şair mi yoki bir mutafakkir mi degan savollarni so'raydigan holda ming yillardan burun qo'ldan qo'lga o'tkazilib, qadrlanib, o'qilib, hatta oltin dinarlar to'lanib, ko'chirilib kelgan bu esil boyligimiz haqidagi dastlabki uchurlarni bu program bilan bilib olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bu programının hazır fikir iqimida birlik kelolmay, birligimizga ta'sir yetkazayotgan, vaqt isrof bo'layotgan bir siyosiy ideologiya, bir siyosiy fikr atrofida uyushda qiynayotgan xalqimizga bir o'rtaq fikr, bir umid bag'ishlashini, fikr tushuncharimizning ajdodimiz ko'rsatib o'tgan uzoq o'tmishdagi haqiqat va farosat puli asosida o'z milliy an'analarimizga, parlaq milliy madaniyatimizga varislik qilgan holda taraqqiy qilib, yangi dunyoga mos, yangi dunyoga loyiq bo'lib shakllanishida erkin, mustaqil, bilimli, kuchli, hurmatga sazovor bir millat bo'lib qayta qad ko'tarishimizga, tug'ilishimizga, hatto turtki bo'lishini chin ko'nglimizdan orzu qilamiz. Va bu ulug' ro'za Ramazon kunlarida Janobi Allohning bu tilagimizga yetkazishini tilaymiz. Bundaq bo'lsa programmamizni boshlaylik. Oldi bilan behmi qimmat ishchi ziyolimiz bor, ekranda ko'rib turibsizlar. Qozog'istonning Uyg'ur tili fidoyilaridan tadqiqotchimiz akademisyen Ruslan Arziyev. Ruslan efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni bir merhamet. Bo'ldi da tanıştırın ha. Kechiring. Yeni biri Uyg'ur tili aşığı bo'lib qadimgi zaman Uyg'ur tili sohasida dunyocha tanilgan Uyg'urshunos tadqiqotchimiz Germaniyadan Ablat Samat. Ablat sizmi hoş geldiniz. Rahmet sizga, hoş buldum. Her iş gelinlarninki vaqt chiqarib bu program qatnashganlar uchun oldindan rahmat aytaman. Abiyam deb o'tib ketganimda Qutatqubilik bir durdonalar g'azinasi, zo'r bir boyliq. Bu asarni birli programda anlatib yoki tushunib ketish mumkin emas. Program boshlanishida deb o'tib ketganimdek, bugun bu asar bilan munosabat asosi tonishqa, hatto balki muqaddima xarakteridagi asosli ma'lumotga ega bo'lishni maqsad qildik. Bundan keyingi bir necha qitimliq programmamizda yana asar bilan munosabat texmi atrofli ma'lumot egallashni davomlashtiramiz. Qiynamsa programmamizni boshlab ketaylik. Bu eser qandaq eser? Aldı bilen hemimiz belki ismini bilişimiz mümkün. Bu eserini anlayan buluşumuz mümkün. Baxt saadet ketiriga ekiladigan bilim yoki bilim saadettir deb tarjima qiladi. Bugungi Uyg'urchimizda shunday tushunishimiz mumkin bo'lgan bu eser qandaq eser, qandaq sharoitda, qaysi davrda yozildi, kim tarafidan yozildi, yozuvchisi Yusuf Xos Hojib kim? Unda bo'lsa, mushu savollar bilan boshlaylik. Merhamet Ruslan efendim.
Siz bilen başlayalım. Kutatqu bilik qandaq eser? Assalomu hurmatli qarindoshlar. Haqiqatan bu Qutatqu bilik institutininki bir muhim uchrashlardan biri deb o'ylayman. Chunki Uyg'ur qandaq millat desa, shu Uyg'urninki qandaq millatligini ko'rsatadigan bir asar shu Qutatqu bilik bo'lishi mumkin. Chunki bu Qutatqu haqiqatan o bir millatninki g'aznisi emas, butkul insoniyatning g'aznisi darajasiga yetiladigan bir shundoq bir mukammal asarlardan biri. Endi bu asarninki nom to'g'risida har xil fikrlar bor, chunki uning mazmuni nihoyatda mo'l bo'lganligidan ba'zida masalan bizning olimlarimiz baxt berguvchi bilim deb tarjima qildi. Ba'zi olimlar buni bir Qutatqu bilik degan so'zda boshqurish ma'nosi bor. Bu baxt berguvchi boshqurish deb tarjima qilsin bo'ldi. Ya'ni boshqurish degan davlatni boshqurish nazarda tutiladi. Shuning uchun bu haqiqatan buning har ikki mazmun bor. Bu yerda bilimni ulug'lashim bor, ham bilim orqali davlatni boshqurishim bor. Endi bu Yusuf Qutatqu qandaq asar deganda buni ba'zida didaktiklik asar deydiganlar ko'p, endi fan nasihat xarakterlik asar deydiganlar bor. Ba'zi olimlar bor, masalan shu bu asar nihoyat mukammal o'rgangan olimlarning biri Rishti Rahmat Aratlar buni filosofiyalik asar deb hisoblaydi. Haqiqatan bu endi shuncha keng mazmunda qo'zg'atgandan keyin bu davlatni qanday boshqarish, davlatning har bir shu davlatning ichidagi har bir lavozim, har bir shaxsniki, har bir shu davlatning fuqarosining qanday bo'lishi kerakligiga, ularning o'zaro munosabati qanday bo'lishi degan, davlat qanday boshqaradigan shunday keng mazmundan o'z ichiga olgan asar bo'lgan. Haqiqatan bu ilmiy asar ham filosofiyalik asar deb qarasak bo'ldi. Rahmat. Ablet, sizning qo'shimcha qildigan fikringiz cho'qim bordi. Ovozingiz o'chib qoldimi qandaq? Yuqorida deb o'tgandek, Qutatqu bilik asrimizni har xil maqtash ham her türlü ifadeler bilen ifadelesekmi azlık kılıdı. Çünkü her sahadan, her mezmundan biz Qutatqu bilikte uçurlarını tapalayımız. Benim bu yerde fakat qo'shimcha qilib qo'ymoqchi bo'lganim, Qutatqu bilik o'z navbatida yana bir siyosiy bir asar. Arab felsefasiga diqqat qiladigan bo'lsak, albatta felsefi ve eser ham. Arab felsefasiga diqqat qiladigan bo'lsak, ular Jamaluddin Tutsi, yani 14. asır kelganda bir siyosetnoma yozgan. Bizningki bu asarimiz faqatlam didaktik asar, felsefi ve eser ve adabiy asar bo'lib qolmasdan, yani bir siyasi eser, yani etik, yani ahlak bilan munosabatlik İslam dünyasida yozilgan tunji felsefi eser. Buni chuqur qaytib o'tish kerak deb o'ylayman. Men yurtga borgan bir necha qitimliq safarlarimda yurtdoshlarimiz orasida Qutatqu bilik qandaq bir asar edi? Qutatqu bilik ba'zilari Qutatqu bilik felsefi ve eser desa, ba'zida Uyg'urlarni felsefi bo'lib boqmagan degan gaplarni tarqitib yurdi. Va bu keyin yurt sirtidimi bir qism ziyolilarimiz hatto qovdigan alayliklarga aylandi. Amaliyotda undaq emas. Qutatqu bilik o'zligidan paydo bo'lib qolgan emas. Qutatqu bilik millatimizning uzun muddatlik fikri, aqli parasitninki mujassamlanishi. Yani biz Qutatqu bilikdan o'zimiz, yani bir millatga xos barliq alayliklarni topalaymiz. Yani Qutatqu bilik bundaqcha aytganda yana o'z navbatida mukammal bir qomus. Haqiqatan siz deganga o'xshash Qutatqu bilik she'r shaklida yozilganligi uchun oldi bilan adabiy bir asar deb tadqiq qilindi. Adabiy asar ko'zi bilan qaraldi. Shuning uchun bizning xalqimizda bir she'r kitob, adabiy bir asar degan ko'z qarashdi. Lekin tarixdan masalan Platonninki dаңliq asarimi she'r shaklida yozilgan. Hamda mutafakkirlar tilni nihoyat yaxshi qo'lga oladigan insonlar balkim. Ama bizninki bu Qutatqu bilikninki tadqiq qilinish ahvoli menimcha yeterlik emas textcha. Bo'lib Uyg'ur xalqining bu asarini tushunib yetishimi yeterlik emas. Shuning uchun biz uningdagi falsafiy fikrlarni keyingi vaqtlarda qezib chiqishga boshladik.
Hazır hem de dünyada, mesela Türkiye'de mi qaraydigan bolsaq, Qutatqu bilikni bütünley felsepeçiler tadqiq qilishga başladı. Meyliliqi İslam felsefecileri bolsun yoki mundaq G'arb felsefecileri bolsun, hammasi Qutatqu bilikniki mushu felsefe ideyasiniki nihoyat kuchli ekanligini, hopmi davlat boshqarish ideyasining nihoyat kuchli ekanligini tonib yetib, mushu sahada nurg'un esil asarlar yezilyapti. Bizning hamda bu programdami mushu falsafiy ahamiyatiniki qanchalik yuqori ekanligini o'tirib qo'ya olsak, xalqimizga manfaat bergan bo'lamiz deb o'ylayman. Bu kitapның endi o'tirg'i chiqqan 1000 yil burun o'tirg'i chiqqan bu kitapningki yozuvchisi biz uchun bek muhim. Chunki uning kallasidagi fikrlar shu jamiyatda shakllanib, mushu g'arbdagi ilg'or fikrlik nurg'un kishilar Farabiyninki ideyasi bilan nim qildi. Bu Yusuf Asajibning ideyasini selishtirib shuna tadqiq qilyapti. Demek Yusuf Asajib şu devirde nurg'unmuş g'arbdagi qadimgi Gretsiyaninki, g'arbda yozilgan islom dunyosida yozilgan nurg'un falsafiy asarlarni bilatdi. Mushularni o'qib, o'zini yetishtirib, uningdan keyin mundaq bir asarni yozishga bel bog'lagan deb o'ylayman. Sizlar qo'shilamsizlar bu Yusuf Asajib haqida bildiganlaringlarni biz bilan o'rtoqlashgan bo'lsanglar. Elbette şundak, endi Qutatqu mushu Uyg'urlarning orasida Qashqada dunyoga kelishi haqiqatan tasodif emas. Boy Ablat Epen aytib ketgandek, uning uzoqchilik tarixi bor. Bu asarniki maydon kelishicha bo'lgan Uyg'ur madaniyatidagi mushu Orxon daryosining bo'yida qurgan qudratli Uyg'ur davlatining o'zma shu davlat boshqarishniki bir mukammalligining bir ko'rinishi. Shu yerda ko'plagan yozma yodgorliklar yozilgan. Hem şu Orxon Uyg'ur davlat hukm suratga vaqtida Turpan etrafida naytlik Turpan vadisida nayt ko'p yozma yodgorlik yozgan. Masalan, shu Maniyadan munosabatlik 5-asrda yozgan Xvastovatning o'zi bir dunki eng mukammal, eng asosiy asari shu Maniyadan munosabat. Shuni Uyg'urcha tarjima qilgan 5-asrda. Undan keyin 10-asrdagi Uyg'ur davlat vaqtidagi Altın Yarıklarının Altın Yarık, Şuencan tercih okşaşın kuşağın tutumun eserleri bulsun. Maytır simitler bulsun. Muşan hemsi Uygurlar'daki şu devirdeki yetken bir medeniyetten, ilim penden yetken utuklarının bir görünüş. Yani bunların bazıları tercümeler bulgan bilen onun başka Uygurlar'daki muşu edle hüccetleri bulduğumuzsa şu edle hüccetlerinin özüme Uygurlar'daki bilimning savodning qanchalik yuqori ekanligini ko'rsatadi. Demak, bu adliya hujjatlar hamsi Uyg'urlar o'zlari tarafidan yozilgan. Uning ustiga oddiy fuqarolar tarafidan yozilgan. Demak, bu shu yeziq madaniyatininki mukammal darajada shakllanishi ham keng taralishi, bu shu Uyg'ur davlatini maxsus o'rgangan rus olimi texnining aytish bo'yicha shu davrda Uyg'urlarniki 70%dek shu savodli bo'lgan, ya'ni Uyg'ur yezig'ida bir shu davlatda qabul qilingan rasmiy bir o'zining talablari bo'yicha hujjatlarni tuzalgan. Uning ustiga shu oddiy bir Uyg'urlarning o'zining tamg'ilari bo'lgan, shu xat yozgan yoki bu ishlardan bo'lsin, bu haqiqatan yuqori madaniyatning bir ko'rinishi. Uning ustiga bizniki tilchilarimiz Nursulton Usmonov, Hamid To'mirda o'sha Qutatqu bilikning til to'g'risida yozgan maqolasida bu Qutatqu bilikning tili Uyg'ur idiqut davlatida shakllanib mukammal darajaga yetgan qadimiy Uyg'ur tilininki islom sharoitidagi bir shakli, islom muhitidagi bir uning davomiy deb qaraydi. Haqiqatan bu shuna bir-biriga munosabatli masala. Demak, Qutatquning maydon kelishida bevosita Uyg'ur madaniyatiniki qadimiy ham haqiqatan boy yozma madaniyatiniki bir natijasi ham bu bunda qaramoq yangi Maniyadan dedik, bu Farslarnikidan bo'lsa, demak Fars madaniyatining ta'siri bor degan so'z. Endi buni Oltin Yarıqlar Budda diniga munosabat qilsa, demak bu Hindistonning Budda dinining ta'siri bor. Uning ustiga bu endi chegaradosh bo'lgan boshqa millatlarning madaniyat ta'siri bor. Biroq shuni tushundimmi, bu Uyg'urniki o'ziniki bevosita milliy tafakkurininki bir ko'rinishi, ammo shundoq bir keng doiralik bir bilimga ega bir shaxsniki bevosita o'zining mahsuli bo'lib hisoblanadi. Rahmat.
Məncə şundaq qoşulma sizə bütünlüy. Çünki bu kitab 1071-72'lər ətrafında yazılğan deb qaraldı. O çağda Uyğurlarınki, Qaraxanlılar dəvrininki İslam dinini qəbul qılıb 950-ci il desək, Satık Buraxan dövlətin dinini İslam deb elan qılğandan keyin bəlkə 100 yılğa mı yetməgən vaxt İslam dinininki Uyğurlar arasında yayılışı. Əlbəttə bir mütəfəkkirinin, bir ziyalinin ki ösüb yetilişi de o muhit bək mühim. Əlbət özün mədəniyyətindən bir nərsəni elib, onundan keyin başqa mədəniyyətlər haqqında egəlligən bilimlər bilən jug'urub onundan keyin bu əsərini oturuğa çıxarğan. Uyğur dəvri Ruslan malum degenge oxşaş nurgun neçə min parça kitap bizgacha yetib kelgan bir davr. %70'nin üstüde savatlık, xalq savatlık depşinak dedi. Nurgun kitapның bizgacha yetib kelalişi, basmınınki, mətbəənin işletilişi, belki tuncu Uygurlar arasında işletilgen degen köz qaraşlar var mətbəənin. Bunca valla okuyduğun, kitap okuyduğun adam olmasa kitaplar bence besilmaydı. Şundaq o. Çünkü her zaman bu kitap degenimiz maddi ners talep kılıdı. Pulu bolsa kitap basıdığan gap, pulu bağla kitap okuyduğun gap. Demek neçə min parça əsərinin dünyaya kelişi, kən dairdə yeyilişi o dövrdə həm nəşriyyatçılıqdakı tərəqqilığını, həm xalqınınki şu kitaplarını oxuğanlığından mı derək verirdi. Muşundaq bir şəraitdə o dövrdə faqat Hindistandan kelgan sanskritçe əsərlərlə emas, bəlkə bizgacha yetib kelməyən Qərbdəki nurgun əsərlərmi bizning vətənimizdə şu çağda tonulatdı deb aytishqa bo'ladi. Çünki G'arb bilan Sharqninki naytiliqi İpek yolu münasibati bilan eng muhim tugunlarning birisiga joylashgan Sharq Turkiston bizning vatanimiz. Shunga Greklarninki falsafachilarninki asarlari, onundan keyin Arab dünyası, İslam dünyasındaki eserler, Hint dünyasındaki eserler, bularmı şu bizim vatanimizde bilingen, okulgan, tercüme kılıngan ben şunda oylaymayam. Çokum şundaq deb biz yazgan bir neçə maqalamda mı şunu məxsus tədqiq qıldım. Çokum aşdaq deb mən hökm çıxarma. Çünki hem Aristotel'ninki fikirleri bilen mi oxşap getdi Yusuf Asacib'ninki, hem Farabi'ninki, onundan keyin şu Arab İslam dünyasındaki felsefecilerinin fikirleriga oxşap ketdi. Lekin hammasini jug'urib, yani o'zgacha, o'ziga xos bo'lgan, yani boshqacha bir fikrlarni o'ttirib qo'ygan. Shuning uchun bu davr menga bek muhim. Bu davrni biroz bu davrdan biroz xalqimizga so'zlab bergan bo'lsa, bu qanday bir davrdi? Ablat afandim sizni anglaylamdi. Ben bir neçə cümle yana şu Qutadqubilikninki nima uchun boshqa yerda emas, bizning yurtimizda maydonga kelganlik haqida so'zligim bor albatta. Her iki söhbət iştirakçımız ustozlar qimmatli tədqiqat nəticələrini oturub qoydu. Deganimizdek bir yana şu davrdagi maydonga kelgan asarlarga diqqat qiladigan bo'lsak, biri Qutadqubilik asarimiz, yana biri Qaraxanlar davrida maydonga kelgan 3 cho'ng asarni sanaydigan bo'lsak, yana biri albatta Qutadqubilik asrimizdan boshqa har vaqt tilga ilinadigan Divoni lug'ati turk asrimiz. Yana biri yurtimizda ancha ko'p odamlar har xil sabablardan bilmay qolgan, ammo bilishi cho'qim zarur bo'lgan bu 3 asarni aslida ayirib o'tish hech mumkin bo'lmaydigan. Yana bir asar Qur'on tarjimasi. Qaraxanlar davrida tilimizga tarjima qilingan birinci Kur'an tercümesi. Bu eserninki asıl nusxaları hazır Angliyadagi bir qism kütüphanlarda saqlanayotganligini bilamiz. Türkiye Türkçesiga ve başka tillarga tercüme qilindi. Ama hozirgacha bizning tilimizga bu Qur'on tercümemiz textcha yetib bormadi. Mush munosabat bilan kelgusida mush bir tadqiqotimizning yana jamoatimizga, xalqimizga sunadigan bir asarimiz ekanligini deb o'tgan bor. Yani bir yuqori madaniyatning maydonga chiqqanligini ifodalaydigan bundaq bir-biridan qiyin asarlar. Qur'onni tarjima qilish ma'lum
bu til alaydı bir seviyeye yetmese, yeterlik söz baylıqıga erişelmese, o mümkün emas. Onun üstüge her bir sözünü doğru tercüme kılmasa, bu itiqat bilen münasebetlik bir eser bolğaçqa adam yaxşılık kılman dep günah işleydi de, günah kılıdı. Şunun için bu eserini tercüme kılışının yüzü mü? Yani yüzüge ne kadar işenç bağ ekanligi aşı tercümalarımızdan şu vaqtda ve tilimizin qaysi derecede mükemmel bir yerge yetkenligini ko'rsatdi. Agar biz qadimki Uyg'ur tilidagi eserlerimiz bilan biraz burun Ruslan Ardayev ustoz deb o'tgandek bu Qutatqubilikning tilini selishtiradigan bo'lsak, buni burun İbrahim Muti efendim, Ötkür efendimler naytı çoğunkur tadqiq qilgan. Yani keyinki tepilgan eserler bilan ve mazmun hem til alaylıklarını selishtiradigan bo'lsak, hakikaten kişini hayran kaldırdıgan derecede yakın. Yani eğer qadimki Uyg'ur tilini yaxshi bilgan bir kishi albatta bu divanı Qutatqubilik eserimizni hech qanday qiyinchiliksiz anglaydi. Albatta bir qism farischa ve arabcha islomning ta'siri bilan kirgan so'zlar bor. Ama yanılam şu Budizm devrinde, Manihizm devrinde ve başka farklı din mezhepler devrinde meydana kelgan sözler mi? Yani u dinlar tava sözler mi? Mahirlik bilen bu Divan-ı Lugat Türk Qutatqubilik eserimizde kullanılgan. Yani bir nersini dep ötken kilidi hammamizga ma'lum Qarag'anlarning tili, şu Qarag'anlar devridagi tilimiz yani Qur'onning tercümesi onu qo'shimcha qilgan ba. Bu dünyada Fars tilidan qarşı Qur'on ikinci qitim tercüm kılıngan til. Yani tilimizin safahatının gücünün ne kadar güçlü ekanligini ko'rsatdi. Qutatqubilik eserimizde mi Qur'ondagi şeriat ve her xil qoida usullarning axloq bilan munosabatlik har xil qarashlardan mahirlik bilan ulgu berilgan. Yani bizningki yazarımız yani muallifimizningki din haqidagi bilimi nayt cho'nqur. Endi baştaki sözümningki cevabını bersem, nima uchun bu eserimiz bizning yurtimizda maydonga keladi? Agar diqqat qiladigan bo'lsak, bizning ancha yiroq bo'lmagan yerda Buxariyning yurti bor. Bizning yana O'zbekistondagi va Qozog'istondagi bir qism yer nomlari bilan ismi yer nomlari bo'lgan bir qism mashhur kishilarimiz ayni vaqtdagi yani bir-biridan isil natijalarni qoldirgan. Har xil tercümelerni qilgan, Qur'on tercümeleri, hadis tercümeleri, bu tercümeler hazır mı Arap dünyasında? Ola Arap emasligini bilmez o tercümanlarning ki Arap dünyası yani en ilgar, en ölçemlik eser deb qaraladi. Şunun için şu Qutatqubilik eserini meydan keltirgan muallifimiz Qarag'anlar devrinin altın devrinde yaşadı ve şunun münasip eserlerini barliq keltirdi. Hem de ben məhbət edem degandek men bu elbette bizninki bundaq bir vaqt kelişimiz naytı nima deymiz bir uzun bir mezgilni naytı cho'ng japolik emgeklarni, tirikchiliklarni, tarixiy voqeliklarni boshdan kechirgan. Shunga biz O'rxun vodiysidan o'zimizning zimini bo'lgan, yana bir qism ziminimiz bo'lgan bizningki hozirgi yurtimizga kelgicha. Albatta u vaqtda bizning yurtimizda uni hargiz xato tushunib qolmanglar. Men bir qism qarashdikilar bor. 840-yili Uyg'urlar ko'chib kelgan degan qarashga men hargiz qatilmayman. Chunki yetarli isbotlarimiz bor uningdan burun u yerda yashaganligimiz haqida. Albatta bunu deganiniz bek yaxshi bo'ldi ya. Bu yerda yana bir deb qo'yaylik. Azaldan shu yerda yashagan biz, ama merkez hukmronlik sinifi o'tikanda tug'an. Xalqimiz yana o'zi Turpan, Qashqa, Kucha, hozirgi bizningki nimalarimizni yashashni davomlashtirgan. Buni xato tushunish bo'lib qolmasin. Bizning ba'zi ziyolilarimizmi eserlerden muşundaq deb bildik. Biz köçkenden keyin, biz ayık bağgandan keyin deb mundaq yazıdı. Mençe bu mu to'g'ri emas. Bir köçüş cho'ng bir köçüş bo'lgan. Biz endi yana bir parça zeminimizden ayrılıp kaldık. Zeminimizin bir parçasını ayrılıp kaldık. Ötekendan köçkenden keyin deb aytsak bo'ldi. Davamlaştırın rahmet. Men endi o'zimizniki o'tganning ismini tilga oldik. U yerdan yani
bir kısmımızın güç ve her kaç okşamagan yerlerge yerliş ahval hakkında ve Karxanlar devriga bo'lgan ve Karxanlar devrini o'z ichiga olgan bizning tariximizni nayt qisqa bir necha jumla bilan deb o'tishim zarur deb qalayman, chunki bu madaniyatning va bu yangi bir yuqori pelining o'tirg'i chiqish uchun albatta aşı jarayonlar hal qilg'uchi rol o'ynagan, yaşagan qiyinchiliklarimiz, azoblarimiz, g'alabalarimiz, urushlardagi tajribalarimiz, yani Kutadqubilikni o'qiydigan bo'lsak, bularning hammasi uchun javob topa olamiz albatta. Nurg'un beylarning ismlarini tilga olgan, ha. Degan bey shundaq degan, shu bey mundaq degan deb, gar ismlarim bor, to'g'rilaysiz. Şuna bizning u Kutadqubilik asrimizda agar diqqat bilan o'qiydigan bo'lsak, Kutadqubilik asrimiz hozirgi zamondagi madaniyat, yani texniklar bilan selishtiradigan bo'lsak, masalan, kompüter texnikasi bilan selishtiradigan bo'lsak, men uchun masalan her bir söz bir koddek, yani bir belgidek bilinadi. Yani her bir sözün ma'nosi var. Masalan, uğan degan bir so'zni aytilgan bo'lsak, gerçi hozir tilimiz yo'qolib ketganda qilgan bo'lsinmi, lekin u kamolatga yetgan degan so'z. Yani u yerdagi u so'zni mayirlik bilan ishiltidi, u bir muhim bir atalg'u, hatto yaqin tarjima qilingan asarlarimizda bu so'zning ma'nosi xato qo'llanilgan. Demak, biz ash so'zlarni, her bir so'zni haqiqatan işletiliş sebebini ve nima uchun bu kitapta o'rin olganligini ta'kid qiladigan bo'lsak, kitapdan texmi cho'nqur haqiqiy ma'nolarni chiqarib olamiz. Endi biz hammamizga ma'lum 552-yili o'zimizning Türk qog'onligini qurgandan keyin 663 kelganda 763-yil kelganda biz Uyg'urlar tarix sanasiga yana bir qatim chiqdik, chunki u vaqtki bir necha bo'linib qalayotgan urush talash qilishni albatta biz yoqtirmadik. Biz o'zimizning keng zaminimizdagi har xil qabilalarni, har xil guruhlarni birlashtirib, o'zimizning ismiga munosib uyushgan, birlashgan bir cho'ng imperatorligini qurdik. 763-yildan 840-yilgacha davomlashgan bu cho'ng hokimiyatimiz har xil sabablar tufaylidan o'zaro talash tartishlarimiz, qarindoshlarimiz bilan bo'lgan har xil sabab talash tartishlar tufaylidan ve tabiiy ofatlar tufaylidan ojizlashgan davrida, yani yo'qolib ketgan emas, ojizlashgan davrida bizning odamlarimiz uchga bo'linib, hammamizga ma'lum, janubga va g'arbiy janubga ko'chishga boshlaydi. Bir qismimiz Sachichindan o'tib Xitoy ichiga kirib ketadi, Xinanga kelib u yerda yerleşildi. Yani bir kısmımız Gansu'ya kirip bu yer Ganju Uygur xalligini qurdi. Yani bir kısmımız davamlı yürüyüş kılıp aval Turpan kilip Turpan'da bir kısmımız yerleşkendan keyin yani bir kısmımız davamlı yürüyüş kılıp 840-yıldan keyin Qashqarda, yani u yerda bizning Qarxanlar hokimiyatimizni qurdi. Bu hokimiyat, bu devletimiz albatta Moğollar tarafından ıslah kılındıkça uzun yıl devam kıldı. Ben bir kısım tarihi vakaliklerinin izleyen vakitlerini kısaçılam hulaslıgen idim. Menimce biz bunu asasen karindaşlarımız bildi. Bu yılnamlarını. Şuna ben bu toğda ayırmayı... Haritalarını kestim siz? Aha. Harita. Bana emmimiz görgendek Uygur Qağanlığı 744'ten 840 yılgacha depti. Bu yerda bu men Yuri Bregel'ninki harita toplumundan aldım bunu. Ve o'xshamagan yerlarni ko'rsatdi. Qarluqlar qag'anati va Qarxanlarning, yani asosiy qabilasini tashkil qilgan Qarluqlarni ko'rsatdi. Undan keyin yana davomida bir qism, yani aradan bir asr o'tgandan keyin 10. asrdagi Samaniylar davlati, atrofimizdagi Oğuz, Kimek ve Qıpchaqlar bilan bo'lgan munosabatlarimiz haqida to'xtaldi bu xaritada. Oxirida yana, yani 1040-yildan tortib 11 asrning oxirigacha bo'lgan, yani biz uchun kerakli bo'lgan Kutadqubilik asrimizning yozilgan davrini o'z ichiga olgan Qarxanlar davrini, yani Selçuklular davrini g'arbdagi qarindoshlarimiz orasida ko'rsatdi. Sel yo'qotsangiz, Ablat ma'va astidagi nemadanchi sel yo'qotsangiz, tam nemaga kelsa, ekranga kelsa, ma'va astidagi yo'qotish nemasi bor-ku,
Hı. 170'lerge ekesiniz yuqaraq görünəmdiki xarita. Olmadı mı? Toza bilemey kaldım. Geçirsiz. Hı. Bu olmadı. Oң tarafta bağı, astıda, oң taraf astıdaki. Deyme. Evet. Aslında şunu buluş gerekti bu. Ha, boptu. Belki ma sistem kirgeligi için nim kılmayatkan boluşu mumkin. Hı. Hı. Ha, anladım. Hı. Yani biraz bunun bir mühim nersi doğruluk məqbret edem, hem toxtulup etdim. Şu bizdeki tariximizdeki mühim vakalikler, güç, vaktimiz ve qo'llangan har xil ismlarimiz bu agar biz shu internet betlarimizga qaraydigan bo'lsak, hammasida hozirgacha yetarlik uchurlar yo'q. To'g'ri uchurlarni tepish yomon tez. Masalan, shu hozirgacha necha qatim biz o'xshamagan yerlarga iltimos qilgan bo'lsakmi, shu bu zaminning egalari asli boshqa edi. 840-yildan keyin bular ko'chib kelgan degan gaplar Wikipediyada va boshqa internet betlarida hozirgacha tarqalib yuriydi. Men jamiyatlarimiz bilan bir qism tadqiqot o'rinlarimiz bilan ko'p qatim so'zlashdim, ammo bu tuzutilmadi. Ya'ni biz ziyolilarimizning dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan imkonimiz bo'lgan bo'lsa, oldi bilan shundoq xato uchurlarni tuzitish bizning yana bir muhim vazifamiz. Men buni vaqti kelganda bu yerda qistirib o'tishni munosib ko'rdim. Doğru deyilsin. Hamda biz faqatdan bu tarix haqida to'xtaladigan bo'lsak, kunlarcha vaqt ketadi. Ya'ni chunki bu 400 yildan ortiq vaqtlik tariximiz. Unutkin her bir u yerda yashagan shaxslarimizningki ahvolimi bir ya'ni hozirgacha aniqlanganlarim bor. Har vaqt talash tortish va munozara talab qiladigan temalar. Çünkü ben bu doğruluk köp toxtalmayman tarihi temalarımızda. Çünkü bizdeki bugün bir saatlik programımızda yana deyilgan eserlerimiz, Kutatqıbilik eserimiz, Yusuf Asacip'inki emgiki Kutatqıbilik eserimiz ve onun nusxaları, bunu tarih qilishi, tadqiq qilinishi ve bay qilishi ve hatta hozirgacha bay qilayotgan yangiliklar haqida köp uchurlarimiz var. Menimcha bu temada muzokiralasak texmi ahamiyatli bo'ladi. Menimcha ha. Karxaniler ama Uygur tarihida ve Türk tarihine ait küçük bir devlet. Kurulgandan tatip özün təsir dairesini hazırki Samarkand, Bukhara, bütün Garbi Türkistangacha ep bağan. Hazırmı Karxaniler kurgan medreseler acayip körkemlik saklanıp durup edipdi. Samarkandga bağanlar, belki Bukharaga bağanlar, Karxanilarning izini şedim köreleydi. Öz devride naiti küçük bir devlet bo'lgan bir faxrimiz, biz bir devletimiz. Qisqa shundab qo'yay. Bir texniklik maslam chiqdi. Siz davomlashtiring, Obid. Men endi biz ya'ni Yusuf Asacip haqida Ruslan akamiz biraz so'zlab bersa, o'zining shaxsiyan Yusuf Asacipning o'zi haqida. Ya'ni biz Yusuf Asacipningki qo'z o'rnida, ya'ni Balasag'unda dunyoga kelganligini va keyingi vaqtda asarning yozilib bitish oldida Qashqarga kelib yashaganligini va Qashqarda olamda o'tganligini bilamiz. Bu to'g'rida ancha-muncha suhbatlashsak deyman. Endi mushu masalada har xil fikrlar bor. Masalan, Balasag'un degan shahar o'zida qayadik shahar. O'rnashgan joyi qaya degan. Ba'zi olimlar deydi, mushu Qirg'izistondagi issiq kunlarda To'qmoq shahrining yendiki bir xaroblarni ko'rsatdi. Ba'zi olimlar mushu Qozog'istondagi Chu vodisidagi bir Aqto'be uluslaridagi bir joylarni ko'rsatdi.
Endi ba'zi olimlar shu Qashqarning yendiki Sag'un degan shaharni ko'rsin. Masalan, Abdushukur Muhammadovniki Balasag'unning o'rni, haqiqiy o'rni qayerda degan bir cho'ng maqolasi bor. U yerda mana shu Balasag'unniki o'rni to'g'risida shu arab geograflarniki emgaklarini mukammal o'rganib, uningmi o Abdushukur Muhammadov shu Qashqardan jiroq emas joydagi Sag'un shaharini Sag'un degan joyni ko'rsatdi. Undan Yusufbek Muxlis degan bizning bir olimimiz o'tgan o'z vaqtida shu qo'lyozmalarni izlab butkul Sharq Turkistondagi yezma-yezma aralab shu dastlabki Uyg'ur qo'lyozmalarining katalogini nashr qilgan, shu dastlabki shu Urumchi muzeyining direktori bo'lgan olimimiz. U olimlar shu Balasag'un deganning o'rni haqida shu Qashqarning yendagi Sag'un degan joy. Uniki Sag'un degan joyning yana bir alohidaligi bu yerda asosan shu Qaraqanlar davlatiniki xonlari yerlangan joy bo'lgan ekan. Endi bundaq bir mantiqqa asoslanganda agarda Qashqa bu qishli yozliq rezidens bo'lib Balasag'un qishli rezidens yozliq rezidens o'xshash bo'lgan bo'lsa Uyg'urlarning podshohlariniki ularning oraligi uncha yiroq bo'lmasligi kerak-da aslida. Onun ustiga agarda haqiqatan bu Balasag'un degan hozirgi Qirg'iziston territoriyasi bo'lgan bo'lsa, bu Qashqardan Balasag'unga berish uchun biroz vaqt ketadi. Onun ustiga orada Tangri tog'lar bor, egiz ulardan o'tib o'tish kerak. Bu endi xeyli bir ta'sir o davrlarda bor. Shuning uchun u yozliq qishliq rezidensiya deganlar bu bir-biridan ancha yiroq bo'lmaydigan joylar bo'lishi kerak. Davlatni boshqarish uchun bu qulaylik bir bo'lishi kerak. Shuning uchun yangi Balasag'un degan u Qashqardan bir yiroq emas joy aslida. Endi shu Yusuf Qasojevning Balasag'unda tug'ilib, keyin o'zining kitobida shu Qashqarda tamomladim degan gap endi haqiqatan u shu yiroq emas. Balasag'unda tug'ilgan bo'lsa, Balasag'unda endi yashab adishi men o'zi Qashqarda yiroq emas bo'lgandan keyin u shu bir ilmiy muhit, bir adabiy muhit bo'lgan bo'lsa kerakmi? Yusuf Qasojev shu bir ilmiy ham adabiy muhitda o'sgan. Endi kitobni oyoqlashtirish uchun shu mumkin o'rda kelib oyoqlashtirdim shunga o'xshash. Endi chunki u kitobni endi taqdim qilgan vaqtida men Yusuf Qasojev degan unvonni berdi deydi, biroq shuni o'zdim Qasojev unvonini berdi, Qasojev unvonni og'ichi balki shu o'rtada yurib, o'rda taklif qilinib, endi bu 50 yoshlarda yozgan bo'lsa, demak Yusuf Qasojev 50 yoshlargacha xeyli bir Qaraqanlar davlatida tonilgan odam bo'lishi kerak. Endi 50 yoshga kitob yozib qo'ymaydi. Uning oldidan bir asarlarni yozgan bo'lishi mumkin. Demak, shunday bir tonilgan odam bo'lsa, shuning uchun u tonilgandan keyin undan shu Qashqarga o'rdaga chaqirgan bo'lishi mumkin. Ham bu kitobning mazmuni shu davlatni boshqarish mazmuni o'z chiqqandan keyin, demak, bu kitob birinchi navbatda shu podshohlarga kerak, davlatni boshqargan rahbarlar kerak. Shuning uchun bu yerda yangi Balasag'unniki shu Qashqardan yiroq emas bir joy degan fikrga men qo'shilma, haqiqatdan mantiq jihatdan shu to'g'ri bo'lsa kerak deyman. Onun ustiga ilmiy jihatdan shu Abdushukur Muhammadovlar Yusufbek Muxlislar menimcha uni dalildi. Ko'p rahmat. Nihoyat muhim bir masalani dedingiz. Siz biz Balasag'unni shu hozirmi hamda umumyuzlik ko'pincha mayli g'arbdagi tadqiqotchilar bo'lsin, mayli Uyg'ur tadqiqotchilar bo'lsin, biz uni Issiqko'l atrofidagi bir shahar deb qaraymiz. Ama siz degan o'xshash bu texnik aniq emas. O shahar hozir haqiqatan qayerda? Endi bu Qirg'iziston chegarasi ichida qoldi. Hozirgi nima bo'yicha aytgan vaqtida deganlar ko'p. Yana bir jihatdan shu Qutadg'ubilikdagi Aytoldi vezirninki shu Yusuf Qasojevninki o'zining obrazi ekanligini o'tirib qo'yayotganlar borchu hozir. Bu Aytoldi haqiqatan Qashqarning markazidan hamda poytaxtdan biroz yiroq bir yerda tug'ilib cho'ng bo'lgan, nihoyatda o'zini yetishtirgan bir kishi, ham moddiy jihatdan nihoyatda boy bir odam, ham bilim jihatdan nihoyatda yetishgan bir odam ve siz degandek 50 yoshlardan keyin ben bu bilimimni, bu boyligimni vatan uchun ishlatmasam nim foydasi mening yashaganimga deb shu asar bo'yicha da'vatim men shuning bilan o poytaxtga keldi. Undan keyin saroy bilan tanishib, undan keyin saroy qabul qilindi. Mushu jarayonlarda hammasidan qaraydigan bo'lsak, mushu Aytoldininki, vezir Aytoldininki mushu Yusuf Qasojevning o'zi bo'lish ehtimoli bek yuqori deb devatqanlar bor endi. Sizin deganlaringiz mi? Bunu biraz delillep verdi. Ablet? Biz
Yusuf Hasacip'nin bu Kutatkubilik eseriga dikkat kıldıgan bolsak, u yerda padişah ve vezirinin oğlu ve vezirinin yanı bir tukkunu dep tunuşturuldu. 4 personajımız. U yerda kısqarlık yeri 3 kişi vezir ailesinden. Men eserini eğer okuyduğun bolsak, şu Mahfret Edem degendek, şu Aytoldu'nunki bu eserdeki rolü elbette başkalarına nispeten farklı. Bir xil diplomatik bir rol oynaydı. Bütün eser kurulması da yani başka padişah bilen vezirler arsada, onunki halk arsada bir körülük rol oynayan bir şahs rolünü. Hem dindarlar otursa da, dindarlar bilen devlet otursa da bu naytı mühim. Şunu men muş fikrini anç hata dep qaramayman. Yani belki özü ifadelagan bo'lishi mumkin. Albatta şu aniq qamimizga Kutatkubilik asardagi mazmun albatta Yusuf Hasacipning yanıdan o'tgan, o'zi to'g'ri topgan ve o'zi muhim deb qaragan nuqtalarninki bir yerga jamlanishi. Nima bo'lsin, o asarda o'zi bor. Ama yani ustalık bilen o'zini bir personaj sifatida asarning ichiga elib kirib, texmi yani muhim rol oynashi bu onun ne kadar akıl parasızlıklı ekanligini ko'rsatib berdi. Hem bilimli ekanligini. Bu Yusuf Hasacip'ninki inchikilab qaraydigan bo'lsak, bütün resmi devletler hazır meselelerni protokol deb qo'ydimi Türkçe. Resmiyetlerini nayt yaxshi bildiganligi, bir nemeden uzak yerden kepla derhal sarayga kirib ketmeydi. Onunla kandak beriş hakkında nurgun basqıçlardan ötüdü. Bularni nayt inchikilik bilen oturup koygan. Yusuf Hasacip'ninki hayat hakkında nurgun malumatımız yok. Tefsili malumatımız yok. Ama onunki şu kitapta degenleri bilen özün hayatının qayada tuğulganlığı, keyin qayada ölgenliği, qayaga barganlığı, bu kitapni nima uchun yazganligini kitapda deb o'tib ketdi o'zicha, o'z 50 yoshlar atrofida yazganligini shularni qaraydigan bo'lsakmi, shu Aytoldi obrazininki albatta yazar yüz o'zini yezib qo'ymaydi. Onun o Yusuf Hasacip o'xshash bilimlik odam, o bir mutafakkir nurg'un esil xislatlarni bu kishida mujassamlab o'tirib qo'yishga tirishgan, ama asas gavdisininki shu Yusuf Hasacip'ninki özü buluş ihtimallığı naiti yukarı bunu emdi tadqiq qilishimizga to'g'ri keldi. Texmi. Bu kitapning asosli mazmuni endi biraz burun deb o'tib ketdik. Yana yig'inchoqlaydigan bo'lsak, bu kitap bizga nimani deb berdi, ya'ni nimani o'ttirib qo'ydi shu davrlardan hozirgacha. Kim bilan boshlaylik? Yani tertibini bozmay. Merhamet. Bayağı bunun qandaq əsər ekanligi to'g'risida gap qilgan vaqtimizda shu masalalarning biroz o'z yildi edi. Endi bugungi kun uchun qandaq ahamiyati bor degan vaqtida endi men o'zim endi tushuncham bo'yicha masalan bu kitob har bir Uyg'urning uyida bo'lishga tegish, har bir Uyg'ur o'qib chiqishga tegish, har bir Uyg'ur mushning mazmuni cho'nqur cho'kishga tegish kitoblarning biri deymi? Agarda biz haqiqatda bu shu Kutatkubilik bilik asosida tarbiyalangan millat bo'lgan bo'lsak, shu Kutatkubilikni biz o'zimiz shu Qur'on kitobining endi tutilgan kitob retida ko'rgan bo'lsak, bizningki millat sifatimizmi sal boshqacha bir darajaga ko'tarilgan shu qudratli davlatlarni qurgan bir millatningki bir haqiqiy varislari sifatida ko'rinadigan bir bo'lishimiz mumkin deyman. Shuning uchun bu kitobningki yangi umumiy yangi odamzod uchun ahamiyatidan boshqa bevosita biz uchun, chunki biz o'qigan vaqtida Aristotelni o'qigan o'xshash, Platonni o'qigan o'xshash o'qimaymizda. Bu bizga buniki bir milliy purg'i bor. Boyaqi ablatgandek buning har bir so'zda bir milliy kod bor. Demak, bizniki mentalitetimiz, bizniki u Yusuf Hasacipning kitobini qabul qilishimiz boshqa kerak. Endi biz uni ham ruhiy jihatdan boshqacha qabul qilgan kitob deyman-da. Shuning uchun bu kitobni biz qancha ko'p tashviq qilib, qancha ko'p chunqur o'rgansak, biz uchun shuncha yaxshi deymi? Ham shundoq boshqa tegish
Biz Қазақстanda bu mesele alaydan derslerge şuna kirgizilgen, şu 5-ci sinfning dersliginden başlap öz atışlar bolgan. Endi bu şuna bir uluk eser bolgandiken bu endi eser hakikaten başka milletler terbiyedenme uluglanıp şuna söyleyip okulan kitaplar aylandı. Hatta şu Kazakistan'ın özüdüler şu 3 ketim tercüm kılındı. 3 alıp 3 ketim tercüm kılındı. Demek bir yadıma bu kutadılık bolgan alaydı bir hürmetninki alaydı bir dikkat koyulup bugün atkan eserden bir kegin delil bolaydı öyleyim. Rahmet. Her bir milletninki bence felsefesi veya dünya karışını ifadeleşte yoki ideologiyasini ifadeleş jihatdan tayangan yoki asas algan bir manba boludu. Bizning hamda naytı burulla yeziqni qo'llangan bir millat bo'lish sifatimiz bilan buningda bu manbalarning birinchi bosqichidagi asarlarni Orhun abidleri deb qarashga bo'ladi. Orhun abidlerida vatanni söýüş, vatanni taşlamaslik, vatanning yüz örüp başqa yerga ketmaslik, vatan uchun qanday xizmat qilish degan ruhlarni nayt yaxshi ifodalagan belgi qolgan. Ve onun atrafındaki mesela Tony Hawk'ninki nimesi de şunu görüyoruz oldu. Nayt yüksek bir akıl bilen vatanni qo'lda tutib turish kerak deydigan ideyani bular allıburun o'ttirib qo'ygan. Yana bir manba bence şu Karaxanlar davridagi şu eserlerimiz bulardan endi Qutatqubilik birinci o'rinda turdi deb qarayman. Divan lugati Türkmü elbette şundaq ama sözlük boluş süpütü bilen mındaq bir ideologiyani Qutatqubilikka o'xshash sağlam bir ideologiyani mındaq o'ttirib qo'ymagan. Elbette Divan lugati Türkninki qimmati nayt yüksek biz uchun ama bir ideologiyani o'ttirib qo'yish, davlatning qanday boshqarilishi kerak degan temani o'ttirib qo'yishda Qutatqubilik nayt muhim bir asar deb qarayman. Chunki Qutatqubilikda meni bek ta'sirlantirgan taraflarning birisi padişah yoki davlatni boshqargan hukmdor qanday xarakterda bo'lishi kerak, nima qilish kerak, u o'zi uchun ishlash kerakmi yoki vatani va xalq uchun ishlash kerakmi degan narsa shunchalik o'tirib qo'yib qo'ygan. Va diyorki kun tug'diga sen xalq uchun va vatan uchun xizmat qilishing kerak. Bu yolda nimalarni qilishing kerak shunimi deydi. Undan keyin vazirlar, uning atrofidagi odamlar qanday bo'lishi kerak. Bunimi naytı obrazliq o'ttirib qo'ygan. Undan keyin bular bilan qilib qolmay xalqninki davlat oldidagi mas'uliyati. Xalqning boj topshirishdan qochmasligi kerak. Eğer urush bo'lgan chaqda chaqirsa, davlat chaqirsa, askar bo'lib kelish kerak degan o'xshash tafsilotlarni berdi. Undan keyin yana hukmdorninki qilgan xizmatinimi nimani xato qildi, nimani to'g'ri qildi, mushunimi farq qilish kerak xalq degan o'xshash. Hozir endi sotsial davlat deb qo'yamiz. Shuningda nayt ilg'or ideya deb qaraydigan mushu jihatlardami Yusuf Pasajib nayt to'g'ri ideyalarni ta 1000 yil burun shu davrda o'tirib qo'yib ketgan. Bu jihatdan ağa vaqtimizda bu kitapninki mazmuni, bu kitapninki ideyasi naytimi muhim. Bunu qayta balkim qayta bizniki o'rganishimizga va tadqiq qilishimizga arziydi ve mushu kitapdan ilham edip bizniki vatanparvarlik, millatparvarlik, onun keyin bilimga bo'lgan pozitsiyamiz, bilim bilan vatanni qanday qo'g'dab kelishimiz, albatta bizning o'zimizning an'analarimiz, diniy e'tiqodimiz, mushularni qanday hal qilishimiz, mushlar haqida yana nurg'un narsalarni o'tirib qo'ygan. Bu yerda hamma gap men qilmay, Amlat efendim, siz bu haqda yana nimalarni deysiz? Marhamat. Men bir necha misolni deb o'tgan bor. Sizlarning fikringizlarga to'liq bilan qatlaman. Aytib o'rinliq fikrlar ham to'g'ri fikrlar. Qutatqubilik asrimizninki maydon kelish uchun albatta hal qilg'uchi bir omil. Shu yerdan o'zida shu Qutatqubilik asrini yozgan muallifninki yashagan zaminida bor bo'lgan bilim saviyasi, axloq qarashlari, kundalik turmuş örf adetleri, hükümet başqarış usulları, ailedeki münasebetler, xalq arasındaki münasebetler, padişah bilen xalq arasındaki münasebet, yani
bularning hammasiga diqqat qiladigan bo'lsak, u birla o'ltirib yozib yutadigan yoki bir necha yerdan material to'plab yozadigan kitob emasligini bilamiz. Bu shu zimindagi insonlarimizningki uzun yillik tarix jarayonida yashagan, barliq keltirgan eng isil turmush urf odatlarining davlat boshqarish usullarining uyg'unish va o'zini taraqqiy qildirish qarashlarininki birlashtirilgan bir qomusi. Men Qutatqubilik asarimizni eng qiziqib o'qigan asarlarimdan biri, parchalardan biri, men eng dastlab o'qigan chog'imda, yillar burun biz oliy maktabda o'qigan chog'imizda bu bilim haqidagi uchuri vaqtki yosh bo'lish sifatimiz bilan to'limi hayron qoldiradi meni. Biz shu vaqtda yani o'zimizning uyg'unish uchun balkim bir o'zimiz bilmagan bir yo'l chiqib qolsa, uyg'unish texmi oson bo'lib ketsa deb o'yladikmikin, davomli o'qiydim men o'xshash yerlarni. Keyin bu qadimgi uyg'urcha asarlarni uyg'unish jarayoni, o'qish jarayonida, she'rlarimizni o'qish jarayonida bulutmu nurgun şiirlerimizdeki Qutatqubilikdeki bazı hatta cümlelerinin lam emas, hatta bazı kupletlarning aynen xuddi bizning şu Turpan'ın meydana kelgan asarlarimizdan ilingandek yerlarni ko'rdimda hayron qoldim. Masalan, bir she'rni ko'p qism odamlar yodib bildi balkim, shu Turpan. Slide ko'rsatamiz? Faqat yo'q. Üzem deyilganı, bunu göstermeyelim. Mesela bilim ya begim, bilik sizge eş bulur. Biliglik bilige taş kıstursa kaş bulur deydi. Yani 9. asırdaki Uygur şiiri. Şiirde, eğer biz Qutatqubilikni içip bilim hakkındaki net kopyatlarını köstüp koyalayım ben, elbette sizden bilisizler. Okuyduğum olsak bu şiir, yani bu taş kıstursa kaş bulur. Yani eğer bilimli kişi taşını kıstırdıgan olsa o kıymet bahalık, yani kaş taşı buludu. Yani kıymet bahalık. Onun devamında biligsizliğin bilge altın koysan taş bulur deydi. Şuna yani bu demek bu seliştirme bu yerde bizninki Qutatqubilik asrımızda mı? Yani aynen emas da ama %70-80% o'xshaydigan yani tapalaymiz. Bilimning qimmatinin ne kadar yuqori ekanligini, bilimsizlikning ne kadar bichorlik ekanligini yani ta'kidlaydi. Bu qarashimiz butunlay o'xshaydi. Undan boshqa bola tarbiyalash usuli haqida bu Qutatqubilikdagi muhim bir mazmun, farzandlarni qanday tarbiyalash. Yani bu mazmun bunun da bizninki yani bu ma'rifimiz, dastlabki ma'rif qarashlarimizni tushunalamiz. Faqat oilalarda qanday tarbiyalaymiz bolalarni, yani cho'ng bir ish qiladigan bolalarni kichikdan tortib qanday tuniymiz va u bolalarni shunday odatlantiramiz. Bu to'g'rida menimcha hozirmi ailemizde ancha-muncha o'ylaymiz, kitoblarni o'qiymiz, yana javob deb olgandek, ammo yanalam eng hal qiluvchi javoblarni o'rib odatimizga, qarashlarimizga, fikrlarimizga mos keladigan shu Qutatqubilikdan o'qisak texmi foydali bo'ldi deb o'ylayman. Albatta. Bunun da asasları mening hozir esim kelgani, hatta ustozlar sizlar tuzdinglar. Çokum o'qitish kerak, bilimli qilib yetishtirish kerak bolalarni, axloqli qilib yetishtirish kerak. Eng temel, eng asosli qilib urf odatlarni biladigan qilib yetishtirish kerak deganga o'xshash mazmunlar bor. Bunu balkim boshqa bir suhbat temasi bo'lishi mumkin. Oila Qutatqubilikdagi oila tarbiyasi degan tema. Mazmun jihatdan bu asar haqiqatan nurg'un jihatlarni bir bütün jamiyatning her bir bosqichini yoki har bir sohasini o'z ichiga oladi deb aytishga bo'ldi. Bu kitobdagi davlat boshqarish ideyasi, undan keyin boshqa ideyalarni biz yani boshqa suhbat programmamizda asosli tema qilib ishlaymiz. Bu asarninki nusxalari haqida so'zlashaylik. Qancha nusxasi bor, qandoq boyqaldi, kimlar tadqiq qildi eng boshda,
Muşlar hakkında azıcık sözler peygamber olsanız. Ruslan efendim. Bu Siz bilen mesele şu başlayalım. ablat biraz yakın prezentasyonlar var değil mi? Ablat qo'lyozma bo'yicha. Ablat Ma'qul onda. Abletle başlayalım bu ketip. Siz yaxshi bilasiz, ammo men agar bir necha yangi narsani so'zlab beralsam albatta xush bo'laman. Marhamat. Biz to'liq ba'zi yerlarda o'zimizni ayblasakmi, nima degan beshimizga kulpatlar kelaveradigan millat deb. Ammo ba'zida biz baxtlik. Ya'ni bu kadar yuqori madaniyat bilimlari to'lgan bebaho asarlarimizni bizning ajdodlarimiz yaratgan. Bu kadar qimmatli asarlarni bizning ajdodlarimizning bizning ajdodlarimizning ismini ko'ramiz. Bizning yurtimizning ismini ko'ramiz. Biz musofir bo'lib yashayotganlar bo'lib bu cho'ng bir ilhom. Albatta, qo'lyozmalarni ko'rish va u qo'lyozmalarning yurtimizdan chiqqan odamlar tomonidan yozilganligini ko'rish, bilish bizni texim ilhomlantirdi va Xudoyim bo'lsa bir narsa yozsak, yozib qo'ysak, yoza olsak, qimmatli bir asar yoza olsak, kelgusi bizning avlodlarimiz biz nerede yaşasak yaşaylikki kelib tepib oladi degan umid paydo qildi u bizda. Men endi bu asarninki Qutatqublik asarimizningki nusxalari haqida to'xtalishni albatta men arzu qilatdim. Men yaxshi ko'radigan bir tema, uzun yildan beri o'zim qo'lyozma tadqiqoti ichida nega basam bu asardan qaçamadım. Çünkü Qutatqublik asar biz yuqorida o'tgan alayliklardan boshqa shu vaqtda eng dastlab yozilgan eng cho'ng hajmlik asar. Tunigan Ruslan ustozimiz bilan so'zlashdik. Agar biz shu 6645 kupletda, beytda her birida 4 tün söz bor desak, qancha so'zimiz bor u yerda. Yani bu öz növbetinde şu vaxtki en mükemmel toplangan sözlük hazinemiz. Bu yerdeki sözün sahne elbette hatta eniq o Divan-ı Lügat-ı Türk eserimizdeki mi köp. Yani şunun için bu eser biraz burun depekimizde Kur'an tercümesi bu üç eserininki söz hazinesi bizninki faqatlan bizninki hazırki tilimizde emas Orhun vasıtaki eserlerin bayqash, dastlabki o'qish ishlarida hal qiluvchi rol o'ynaganligini navbat kelganda deyishga bo'ladi. Endi Qutatqublik asarimiz Divan-ı Lügat-ı Türk asarimiz qaraganda biraz baxtlikdi. Texim baxtlikdi deyalimiz. Çünkü biz hemmimiz bilamiz Divan-ı Lügat-ı Türk asarimiz uzun yil yo'qolib ketib, hech aqlimizga kelmay, anikin 19. asrning boshlariga kelganda 1914 yılı kelganda u yerda tasodifen bir kitap bozorida bayqaldi. İstanbul'daki dostlarımız texmi baxtlik ular har vaqt sahaplar çarşısını hozirgacha mavjud shu sahaplar çarşısını ziyorat qila oladi. Şu kitap setilgan Ali Emir Efendi'ni bir yerde hürmet bilen tilgalımız, hürmetimizi bildirimiz. Şu kişinin sayesinde tepildi bu kitap. Şundaq hem Divan-ı Lügat-ı Türk eserimiz Milli Kütüphanede İstanbul'da devamlı görüş imkaniyeti var elbette. Aslında bu ama kırtalı nüshası var. Şunu demek istiyorsunuz. Qutatqublik eserimizni mi elbette İstanbul'da görüş mümkün edi. Uzun vaqt İstanbul'da yaşaganligini bilamiz. Qutatqublik eserimiz dep o'tganimizdek Mehmet Adam dep o'tgandek 1969-70 yillarda yozilgan. Yani bu tarixni 2 yilni deb o'tishimizga to'g'ri keldi. Chunki kitobning o'zida yozilganlik haqida aniq uchur beradi. Bu yerda 843 yilda tarix 843 yili at yılı 43 at yılı da yazdım deydi. Yani biz şu 1969-70 yıllara to'g'ri keladi. O'tganda İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'de bu eserninki meydana kelganligining 950 yilligini tabrikladik. 2019 yılı yani UNESCO Qutatqublik yılı bo'ldi.
şu vaqtda nurg'un odamlar bu asarning yozilish davri haqida ko'p tartishdi. Meni xush qildi. Bu to'g'riliq aniq kunni topolmayapmiz. Yana bir yerdan bir nusxa chiqamdi deb yana davomli qizyapmizku. Endi bu asarninki dastlabki nusxasi. Ya'ni dastlabki nusxasi men gapni o'tmay qisqalam desam, yani qadimgi Uyg'ur yoziqida yozilgan Herat nusxasi. Slaydni göstereyim mi? Herat nusxasi bu bizningki qadimgi Uyg'ur yoziqida yozilgan, yani 1439-yili Heratda yozilganligi ma'lum. Bor ekan. Mendan bor, ama Uyg'ur elifbasi bilan yozilgan, siz ko'rsatganga o'xshash. Bu asar keyin, yani 1439-yillar kelganda, undan keyin bu İstanbul'da deyman davomli, Osmanlılar imperatorligida nurg'un kishilar bor edi bizningki yurtimizdan kelgan, shu tarafdan kelgan. Qiziqarli ularning ismi davomli Baxshi degan so'z bilan atildi. Ularning nomi Baxshi bo'lgan. Bu Baxshilar faqatlam bu muallim degan gap aslida. O'qituvchi degan gap shu chog'dagi. Yani başka bir tildan kelganlik aniq qiziqarli bu atalg'uning o'zimi. Endi biz bu yerda aniq deb etsak bo'ldi, bizningki qadimgi Uyg'ur tilidami nihoyatda tunish bir ism. Bu ism yani aslida buddizm atalg'usi edi. Buni biz keyin islomiy davrdan keyin qo'llandik, ama bu bir faqatlam bir muallim bir unvon emas yoki nom emas, hatta bir kasb ismiga aylanganda bizning yani bizning zaminimizda islom qabul qilingandan keyin, yani u davrgacha, yani u yerda yashagan nurg'un ziyolilar, hozirgidek nurg'un ziyolilar yurtdan ayrilib o'xshamagan yerlarga ketganligini tasavvur qilish mumkin. Masalan, Heratda bu asarni ko'chirib yozganlarmi bir Baxshi. Keyin bu Abdurazzaq Baxshi Osmanlılardan, yani şu vaqtdagi Konstantinopol, İstanbuldan Tokatda saqlanayotgan, avval Heratda ko'chirilib, andan Tokatga keldi bu asar 1439-yili. Tokatdan bu Abdurazzaq Baxshi İstanbulga aldırıp kelib, u yerda yani davlat boshqarishda qo'llandi. Bu Abdurazzaq Baxshi şu vaqtdagi sultanning bosh maslahatchilaridan biri. Fatih Sultan Mehmet'nin. Fatih Sultan Mehmet'nin de, yani demek bu eserini elip gelip devlet boshqarishda, yani Osmanlı Sultan'ın ki mühim bir qo'llanish, foydalanish materiali sifatida devlet boshqarishda ishlatildi, yani bütün devlet xalq uchun. Shundoq bo'lib, shu munosabat bilan bu asar yani uzun vaqtdan keyin tilga olindi, yozilgan davrdan keyin, yani 400 yıldan artık vaqtdan keyin yana tilga olinadi. Ama bu asar keyin İstanbulda yo'qolib ketadi. Keyin bu Avstriyadan bu İstanbulda yashayotgan sharqshunos ve diplomat, har xil vazifalar va odamlardan biri bu asarni İstanbulda bayqab, u yerda setib olib kelib, hozirgi Viyana davlat kutubxonasiga qo'ydi. Hozir shu yerda saqlanayotdi. Men yerda ko'rsatganim, mayada Abdurazzaq Baxshiningki bu xiti mayada bu ikki parcha, bu asarninki qachon yozilganligi va qachon İstanbul'a olib kelinganligi haqidagi muhim yip ushlarimiz asarning o'ziga keyin qo'shib yozilgan. Yani asar İstanbul kelgandan keyin bu yerda Abdurazzaq Baxshi deb arab yoziqida, yani bizniki Osmonlicha yoziladi bu yerda. Bu o'ng tarafdagida bu asarninki yozilgan vaqt haqida, tugagan haqida, qachon tamomlanganligi haqida uchurlar beriladi. Hamda bu asar ama albatta u vaqtda tadqiq qilinmadi. Davlat boshqarishda muhim bir asar sifatida qo'llanildi.
bu eserini tadqiq qilish tunji qitim yana 1825 yilga kelganda, balkim undan burun o'qildi, ammo 1825 yilga kelganda bu yerda ko'ramiz, bu fransiyalik bir tadqiqotchi, ko'p til biladigan Jobert ismli bir kishi tarafidan tunji qitim bu asar haqida bir nima deymiz, ya'ni umum xulosa yozildi. Tadqiqot olib berildi va umum xulosa yozildi. Asarning qanday asar ekanligi va asarning mazmuni, yozilgan davri qatorliq jihatlar tadqiqot olib bordi. 1825 yili Parijda bu hozirgacha saqlanib kelayotgan shu Parijdagi muhim bir tadqiqot o'rnida, ya'ni jurnal Asiatikada nashr qilinadi. Adımı şu jurnalın davam çıkıvatlığı, her yıllık jurnal bu. Şu vaqtda nashr qilingan, hem birdilan bütün dünyanın diqqatini qo'zg'aydi. Nurg'un tadqiqotchilar bu eserini izlab, tepib o'qishni orzu qiladi. Uzoq o'tmasdan yana bir necha qisqa tadqiqot natijalari e'lon qilindi, ammo cho'ngroq natijalardan biri tunji qitim, ya'ni 1870 yili 1870 yili bu eserning dünya cemaatchiligi texmi aniq tunilgan vaqti, ya'ni asardagi 1000 ga yaqin beyit germanchaga tarjima qilinib, shu vaqtda Hermann Wamberg tarafidan dünya cemaatchiligiga diqqat sunildi. Bu eser asli o'zi qadim Uyg'ur tilida yozilgan. Diqqat qilinglardik, bu Wambergmi bu eserni şu vaqtki imkoniyatlar bilan, ya'ni qadim Uyg'ur tilida yozdi va undan keyin uning o'ng tarafiga asarning transkripsiyoni o'qilishini berdi, undan keyin ostiga germancha tarjimasini berdi. Endi 1861 yilga kelganda bu asarimiz, ammo tunji qitim rasmiy nashriyatlarda o'rin olgan vaqti 1861 yili umum xulosasidan keyin bu Avstriyadagi davlat kutubxonasida saqlanayotgan asarlarni kataloglashtirish bir loyihasi bor edi. Bu loyiha tarkibida bizning Qutatqubilik asarimizmi bu kataloglarning ichiga kirgiziladi. Mana bu hozir yangi bosgan nusxasi. Bu yerda bu kitobning shu vaqtga nimasini ko'rasizlar. Bu arabcha, farscha va turkcha qo'lyozmalar katalogida şu vaqtki podshohlik kutubxonadagi asarlarninki biri sifatida bu besildi va texnik ko'p odamlarninki bu asarni bilishiga imkon yaratib berdi. Endi asli ish shundoq tugisa va tadqiq qilinsa yaxshi bo'ladi va keyin bu asarni oldingi asrning oxiriga kelganda 1890 yılga kelganda bu eserini Radlov anlab, meşhur şu vaqtki Rossiyalik meşhur tadqiqotchi, tilshunos Radlovni tadqiqotchilarimizdan hammasi biladi. Radlov anlab bu eserini tadqiq qilishni orzu qildi va undan bir ko'chirim nusxasini keltirib, Sankt-Peterburgda tunji qitim bu eserini tadqiq qildi. Yani Wamberg'dan keyin tunji qitim Radlov asarniki to'liq nusxasini, ya'ni 1910 yilda nashr qildi. Ammo yana bir bu asar endi nashr qilib turishiga, ya'ni dastlabki nusxasida nashr qilib turishiga, tadqiqotni oxirlashtirib turishiga yana bir xabar keladi. Nimadan? Misrdan. Shu vaqtga Misrda yashayotgan Misrdagi davlat kutubxonasiniki mas'ul bo'lgan germaniyalik Moritz degan kishi bu Germaniya Tilla Akademiyasiga deki Saço degan kishiga xat yozib, uningdan bu yerda Saço bizningki shu turpanshunoslik asarlarimizningki, turpan tepilgan asarlarimizningki tadqiq qilingan o'rinning ayni vaqtdagi boshlig'i, yurtimizdan olib kelingan shu turpan ekspeditsiyadagi sanskritcha asarlarni bu kishi tadqiq qilgan. Bu kishi undan keyin
bu eserini degende düşünemgen ki o Türkolojinin şu vaxtki en çoğunlarından tadqiqatidagi en çoğun şahslardan Radlop'tan yardım tileydi. Radlop qiyqet yazıp Radlop derhal qiziqib bu eserini bana evetsiniz deydi. Şunu bilen o vaqtda ular bu eserinin bir kopyasını aldırıp gelip Sankt Petersburg'a evetip berip tadqiqladı. Bu eserininki bu yerda ko'rganlar ikkinchi nusxasi bo'ladi o vaqtda. Bu o'tirdik. Mısır nüsxası mı? Mısır nusxasi, Qahira nusxasi deb ataladi. Kahire nüsxası. Bu ikkinchi nusxa. Anikin yana biri 1913-yili meşhur Tatar alimi, Başkurt alimi Zeki Velidi Tuğan operasyonu aylanıp Namangan'a bargan chag'da Farg'ona vodiysidagi u yerda bir shaxsiy kutubxonadan yana bir nusxani bayqaydi. Ve bu nusxani Farg'ona nüsxası deb ataymiz. Farg'ona nusxasi deb ataymiz. Afsuski Velidi Tuğan, Zeki Velidi Tuğan bu nusxani o'zi bilan elib ketmaydi, yoki sotib olmaydi. Keyin yillar o'tgandan keyin bir yo'qolib tepildi bu nusxa. Yo'qolib ketib 1924-yillarda kelganda yana qayta tepilib, hozir Abu Rayhan nomidagi bu Sharqshunoslik institutida qo'lyozmalar bilimida Toshkentda saqlanayotdi. Hamda men bu yerda bu nusxalarni tunishtiruvchi va bu nusxalar ichidagi oz bosimi shu az bosim demayman da men uchun nihoyat cho'ng sharaf. Men maqtanchilik qilib degan bo'lib qolmay buyurmasizlar. Bu Farg'ona nusxasi bilan Toshkentda orijinalini ko'rdim va bu Viyana nusxasini ko'rish va tadqiq qilish fursatiga ega bo'ldim. Shunga bu xushalliqlarimni albatta sizlar bilan bu nusxalarni tunishtirish orqali o'rtoqlashganimga xursandman. Endi yana undaqda nusxalar tugudi mi? Bu nusxalar orasidagi farq bormi? Nusxalar orasida albatta farq bor. Bularning ichida endi eng mukammal saqlangani Farg'ona nusxasi. Farg'ona nusxasida ya'ni boshqa ikki nusxaga qaraganda oxirida bir qism yerning yo'qligini hisob qilmaganda asosan ba'zi yerlarning buzilganini hisob qilmaganda mukammal to'liq saqlangan degani bo'ladi. Ma nima nusxasiniki Viyana nusxasının öz alayligi var. Qadimki Uyg'ur tilida yozilgan ve eserninki baş qismida ikki nusxada yo'q. Eserga atab yozilgan qasida bor. Eser uchun yana yozilgan yana ikki boshqa janrdagi eser bor. Bu boshqa bu Qahira nusxasi bilan Misr nusxasida yo'q. Bunu deyalemiz. Ama qiziqarli bu Qahira nusxasi gerçi Farg'ona nusxasidagi mukammal to'liq bo'lmasa mu, lekin buningdagi yani onu demay turmaymiz. Belki şu vaqtki ko'chiruvchilarningki diqqatsizligidan yoki boshqa sababdan bo'lsa kerak, ba'zi ko'pchiliklar atlab o'tib ketildi yoki tushib qoldi. Ama bu eserlarni birlashtirish orqali biz bu hammasining ichidagi beyitlarni retlab va to'liq bilan bir butun eser qila olamiz. Endi qo'l yozmaningki hammasi chiroyli yozilgan bu ikki nusxa. Bu Misr nusxasi va Farg'ona nusxasi eng chiroyli shaklda yozilgan. Qadimgi Uyg'ur tilidagi yozig'imiz yana 1439-yillarni desak, yani Hirat shu vaqt qadimgi Uyg'ur tilida yozib qo'llanmadi deb so'raymiz. Faqatla Hiratda emas, 18-asrning oxirida İstanbul'da Osmanlılarning sultanlar tarafidan qalamga ilingan yorliqlar bor. Mushu qadimgi Uyg'ur tilida yozilgan. Yani bu yoziq nihoyat uzun. Altın Ordu davlatininki rasmiy yozig'imish qadimgi Uyg'urcha yoziq bo'lgan. Arab elifbasi ishlatmagan ular. Shuning uchun diplomatik yozishmalar butunlaymish Uyg'ur yozig'ida yozilgan-ku. Osmanlı davlati bilan Altın Ordu davlati o'rtasida. Shundaq. Undan boshqa albatta yana bir qism asarlarimiz bor. Bu qadimgi Uyg'ur tilida yozilgan. Qadimgi Uyg'ur yozig'ida yozilgan islomiy davrdagi asarlar. Atabatul Haqayiqning bir nusxasi bor, uni bilamiz. Undan boshqa Mirajnominiki 1892-yili Tazkiratul Avliyo bilan birlikda nashr qilingan Parijdagi nusxalari bor, qadimgi Uyg'ur yozig'ida yozilgan. Undan boshqa yana İstanbul'da, Turkiyada saqlanayotgan bir qator she'rlar bor. Rizvon Shoh qissasi bor. Rizvon Shoh qissasi qadimgi Uyg'urcha yozilgan. To'g'ri, islomiy davrdan. Undan keyin yana nurg'un shu 18-asrda yozilgan
aruz vazindeki şiirlarımı var. Bu Osmanlılar'da yazılgan ve bu kadimki Uygur yazıkımızda yazılgan. Bu yazıklarını asasen şu Bakşi degan kişiler yazalaydı. Hem de bu Bakşi'da doğruluk biraz bunun söz başladık. Bu kandak kişilerdi desek, ular muallim degan namda, yani Budda, eğer bunu Sanskritçe tercüme kılsak, yani u vaqtki tilimiz tercüme kılgan bolsak, Turpandaki nomchi achari deb tercüme kılış mümkündü. Ama bunu şu Bakşi deb aladı. Yani bu kişiler şu mühim urlarda, orduda, erkil mühim yerlerde erkil mühim hüccetlerini yeziş, kalem geliş işlerine mesul bolgan. Eğer dikkat kılgan bolsak, fakatlan bu Osmanlı territoriyasida emas, Altın Ordu Hanlığıda Afretedem dep ötkendek ve başka nurgun yerde, İran'daki bir kısım yerlerde, Afganistan'daki bir kısım yerlerde şu vaqtda muş yazık kullanılgan. Hem de bizdeki vaktimiz ancha köp emas. Men yana bir qiziq nuqtaga agar ma'qul ko'rsanglar kirmoqchiman. Undaqda biz nusxalar to'g'risida so'zlashyapmiz. 4-nusxasi bo'lganmi bu asarning? Bo'lganmi? Bu belki yeni bir xabar oldu eğer bo'lsa. Hozirgacha 3 nusxasi bor deb keldik. Men aniq javob bermay. Aldı bilan o'zimninki bu 4-nusxa haqida elib borgan bir qism tadqiqotlarimni sizlar bilan o'rtoqlashay, o'zinglar qaror qilinglar deb Rahmat. Men o'tgan yili, yani o'tgan yili tasodifan öydeki bir kısım kitaplarımı retleş ve kürüş jarayonida O'zbekistondan ayolim Aysima elib kelgan bir katalogni, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi hozir şu dünyanın har qaysi joylarda saqlanayotgan islomiy asarlarni kataloglaştırıp ular 30 necha katalog nashr qildi hozir. Bularning ichida Turkiyadagi islomiy asarlarmi bor, O'rta Osiyodan kelgan asarlarmi bor. Chag'ataycha ko'p qismi. Undan keyin bu London'dan, yani Angliyadan, onun için Viyana'dan ve başka devletlerden, Sankt Petersburg'dan elbette bu eserlerini bula kataloglaştırıp, naitti aşametlik kılıp, naitti isil taş bilen, altın helle bilen, altın okşayan helle bilen ve süpetlik kağıt bilen neşir kılatıdı. Hazır 34. toplamağa geldi. Yani devamlı işlevatıdı. Ben ötkende bu kataloglara kızıktım ve içine varıqlap ketip etip, tasadifen bir yerga qaradımda bir yerini gördüm. Bunun da muşu yerini gördüm. Bu Kutatkubilik eseri dep yazıptı. Yani Sankt Petersburg'daki eserlerin katalogu. Kol yazmalarının, resmi kol yazmalarının katalogu. Dikkat kıldım ve elbette dikkatimi dağıttı. Derhal okudum, lakin bir narsa düşünemedim. Keyin qo'limda bor 3 nusxa bilan bu betni selishtirib o'qidim. Bu yerdagi bir qism til alayliklarining ba'zi yerlarniki bu Misr nusxa, Qayra nusxaga biroz yaqin kelganligini tasavvur qildim. Lekin yana nurg'un material ko'rib, bu Sankt Petersburg'da yana bir Kutatkubilik nusxasi borligini topolmadim. Undan keyin men izlanish neticesinde yani bu resmi bir qo'lyozmada, bunu elbette qo'lyozma emas diyemeyiz. Lekin bu qo'lyozmaning barliq kelish hikoyasini aniqlab chiqishga to'g'ri keldi. Keyin munosabatli kishilar bilan, o'rinlar bilan so'zlashib, mundaq bir natijaga erishdik. Ya'ni ayni vaqtda Misr nusxasi topilgan chog'da, yani 1896 yılı şu vaxtki Germaniyalik Moritz, şu Qayra'daki kütüphanenin mesulü, bu Saçov'a xat yazganda, Saçov bu eserini okuyamaganlık için Radlop'nu tapıdı. Radlop bu eserini elbette tadqiq qilishni arzu qiladi, lekin u vaqtki imkoniyatlar hozirgidek emasdi. Qanday qilib bu eserini ko'rish kerak? Misrga berish kerakmi? U berib bo'lmaydi. Shuning uchun u mumkin bo'lsa bir qo'lyozmani menga bir amal qilib ko'chirib akib beradigan bo'lsanglar deydi. Shu vaqtga bir necha xil usul bor. Biz hali burunlam bir xil
köpeytiş usulunun barlığını bilimiz bu qo'lyozma eserlerinin. Mesela Qutat Kubilik'nin Viyana nüshasının bir kısım köpeytilgen parçaları var. Mesela ama bu Germaniyalık kişi, bu Mısır'daki o kişi muşu bir neçe xettatlarını tepip muş eserini aslı qarab turib qo'l bilan ko'chartib to'liq ko'chirib bo'lgandan keyin buni nimaga yo'llab beradi? Radlovka. Radlovga yo'llab beradi. Radlovga yo'llab berdi. Radlov bu nusxani o'qiydi va keyin Radlovniki 3 nusxani selishtirib yozgan kitobimi nashr qilindi. Hamimizga ma'lum bo'lganidek 1910-yilga kelganda. Ya'ni bu munosabat bilan yana bir nusxa meydana keladi. Undaq bo'lsa bu Qahira nusxasininki bir kopyasi. Kopyası. Qahira nusxasini kopyalab Radlovga avtib berdi. Ha. Bunun için çoğun bazı özgürlükler bo'lgan bo'lishi mumkin. Kim nima qilibdi? Bu mustansikning ismi bormi? Buni kopyalagan odamning ismi bormi? Ulu şu vaqtki biz nimaning xetcheklerini keyin men o'zim bu Qutat Kubilik eserindeki şu Qahira nusxasini ko'chirimiz keligini aniqlagandan keyin yana buni dalillamoqchi bo'ldik. Undan keyin biz Sankt Petersburgdagi şu eser saqlanayotgan şu yanın mas'uli yaxshi tunishimiz Popova xonimga, professor doktor Popova xonimga xat yozdik. Buni ayolim Aysima men uchun qilib berdi. O keyin o Popova xonim bizga bu xatni aynı vaqtda Radlovning yozgan xatini avatib berdi va bununki Radlovniki bu arxivlardan şu xatni bir xat avatib berdi va buning ichida Radlovning aynı vaqtda Muşu Qahira nüshasida ustida yozgan bir maqolasi, yani biz ko'rmagan bir maqolasi bo'ldi. Tepildi. Bu maqolada muşu jarayon hikoya qilinadi. Yani bu eserninki Qahiradan qanday qilib Sankt Petersburgga ko'chirib ilib kelinganligini. Agar biz yana bir narsaga diqqat qiladigan bo'lsak, bu eserlarmi boshqalarmi albatta ko'chirilgan nusxa. Heratdagi nusxami 1439-yilda ko'chirilgan. Ve Fergana nüshası bir nersini ismimiz tutuşumuz gerek. Bu Arap yazıqıda yazılgan, Arap bu bizim tilimiz yazılgan ama Arap yazıqıda bu nüshalarning davri hatta bu qadim Uyg'ur tili yazıqıda, qadim Uyg'ur yazılgandan konu bo'lishi mumkin. Bu deganlik bu qadim Uyg'ur yazıqıda yazılgani en konusu deganlik emas. Deganlik emas. Şunu yani biz şu münasebetlen diyelim ki nimeli olsa bizninki bu eserimizdeki yani bir kol yazılgan nüshası mevcut. Onu kol yazım deyimiz o. Aslında belki 100 yıldan işte onunla 100 yıl olup kaptı. Şunda yaxşı saqlanıptı. Hatta dikkat kıldıgan bolsak bununki xet şekli bu desktopki asli orijinaldakidan yaxşı. Bunu az degende 2 adam ko'chirganligini faraz qilish mumkin keyingi uchurlarga qaraganda. Ama yanılan yani chiroyli yozilgan bir qism yangi xatoliklar mavjud. Ama qiziqarli yeri bunu yozgan her 2 adam, az degende 2 ko'chirgan adam bu bizning tilimizni bilmaydiganlar. Bilmay turib mushundaq cho'ng hajmlik asarni ko'chirib maydonga keltirish muvaffaqiyatli bir ishni vujudga keltirishmi aslında emas. Bu yaxshi xabarga bu haqiqatan demek ki yana bir mayli qandaq bo'lmasin ko'chirilgan narsa yangi bir nusxada qaraldi. Buni endi necha 100 yildan keyin bir nusxa deb aytishga bo'ldi mencha. Chunki kitoblar burun ashta ko'chirilib, qo'lda ko'chirilib ko'paytiriladi. Bu shu usul bilan ko'chirilibdi. Hozir endi mikrofilm deymiz, resimga tortiblar hamma hal qilamiz. Hozirgi texnologiya bek taraqqib ketdi. Fotokopi degan bir nima bor, mashina bor. Darhol ko'paytib bordi. Ama bu qo'l bilan qilinganqa, menimcha buni bir nusxa deb qarashga bo'ldi ekanda. Ama bunu faqat Uyg'urcha bilmaydigan odamlarning ko'chaganligini biz nereden bilamiz? Balki biladigan birlar bo'lishi mumkin. O chaqlarda Uyg'urlardan o'qiganlar Mısır, Qahira mushtaraflarga berib kelib turadi 100 yil burun.
İstanbul'larda yaşayanlar var. Şularni başlap aytışıp bolamdy bulan. Bunu Moritz özü şundaq deydi. Ha. Özü şundaq deydi. Ya bunun başkalar tarafından köçürülgenligini deydi. Yani bilmeydiğin kişiler tarafından. Undaq ahval batdı. Çünkü bir kısım til bu köçürülme hususundaki bir kısım til alaylıktırma bunu işaretlep berdi. Bir kısım Arap tilinde yok tavuş, bizning tilimizde bor Arap tilinde yok tavuşda davamlıq desin bulup hatta hatalıklar görülgen bolsa mushundaq tavuşlar görülgen. Til uç tavuşları ve bir kısım yana yani neba ulanı başka Arap elifbasida bolmagan şekiller bilen işletişke başlagan ta Kur'an tercümelerinde mushundaq görüldü. J meselen. Ana şundaq bir ahvalda hatta bu ahval doğru deysiz. Bu ahval hatta bu 5 tillik manjuçu lugat köçürülgendimi yüz bergen. Mesela u yerda hatta texmo qisqarliq bolganda u tercüm qildigan adam u yeziqni bilmeydi. Qumuldan bağan adam. U yazalmaydı. O 1730-yillarda. Bu yeziqni yazgan adam o bizning qadimki Uyg'ur yeziqimizdagi yeziqni manjular bizning yeziqimizni olgan ekan. U bizda bor bir qism tovushlarni hargiz talaffuz qilmaydi. Talaffuz qilmaydi. Ularda g yo'q. Ular g deydi. Ularda yana bir necha tovushda bizda bor tovushda ularda yo'q. Shunga chiqa ular davomli shundaq hata yazdı aşağıda. Düşürüp buydu g'ni. O'g'il deb yozmoqchi bo'lsa, o'g'il deb yozadi. O faqat bilmaydigan adam sodir qildigan masala. Yani Rahmat. Nusxalar haqida demek yeni bir nusxa ba deb qarashga bo'ldi ekanda. Buni Radlovda demek ki bu nimede Rossiyada saqlanayotganda hozir. Sankt-Petersburgda. Sankt-Petersburg Devlet Fen Akademiyasida. Shu yerda saqlanayotgan. Ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Nusxalar haqida yoki ustida elib berilgan tadqiqotlarni Ablat biroz deb o'tib ketdi. Boshda kimlar tarafidan qandaq tadqiq qilindi? Demek yani gariplikler başlap degende bizden bu eserlerimizin tadqiq qilishini. Biz yani biraz kechikib olan aksidan keldik. Ama shundoq bo'lsa-mu yani ama bu yerdeki bir mühim iş bu yerda bu eserninki Avrupa'da tadqiq qilinishi bizning Uyg'urlarninki ismimizning Avrupa'da uzun vaqtdan keyin yana tilga ilinishini meydana keltirdi. Herman van Beri o meşhur Türkolog bu eserini tunji bulup Avrupa'da Germanca tercüme kıldı 1870 yılı. Uzak ötmesi 1896 yıl yazgan eseride o Türk kavimleri degen kitabıda Turkish folk degen kitabıda bu kişi deydi muşu hazır muşu Tanrıtağ etrafıda muşu hazırki bizim yurtumuzun devatıdı. Yaşavatkanlar aynı vaxtki Uygurlarning evlatları deydi. Şu vaxtçı bizni tek ularning evlatları demeydi. Hazır hem de biz ko'nglimiz keldi eğer o vaxtı demepti dese. Ama bizniki namımızdaki yani qayta qachon berilganligini ve qo'llanishga başlaganligimizni bilimiz. Hatta hazırmı bir kısım ziyolilarımız var. Bu namni qo'llanib qolganimizga qandaqdir bir pushaymon qiladigan. Undaq emas. Bu bir yuqori madaniyatniki yani bir medeniyetlik orunda teşvik kılınış ve tunutuluşuydu. Bunların özlüğüdür, özü tadqiq qilib tunuşu elbette bizim baxtimizdi. Elbette, evet. Nurgul eserlerinki garipke elip ketilişi bizim baxtimiz deb qarayman men. Elbette eğer mustaqil bo'lgan bo'lsak, o'zining o'rnida turib muhofazat qilgan bo'lsak, shiyalada saqlab qala olgan bo'lsak pek yaxshi bo'ladi. Lekin keyingi vaqtlarda endi bundan keyin bizning asarlarimiz qanday bo'ldi buni bilmaymiz. Şu çıkıp garipke berip şiyalarda tonulup şiyalar tadqiq qilinib hamda siz degan o'sha Uyg'urlarning qayta dunyoga tonulishiga vesile bo'lgan eserlerimiz. Ecdadımızga rahmet aytishimiz kerak. Mushundaq esil eserlarni bizga miras qilib qoldirganligi uchun. Ama biz bu ecdadımızga loyiq avlodlardan bo'lishimiz kerak. O'zimiz to'g'riliq siz degan o'xshash bizning ismimiz haqida gumonlanib shundaq yurganlarimiz bor hamda bu 21. əsrə kirib getdik. Deyə özümüzlə münasibətlik nurgun nəslərini, nurgun düşüncələrini bilmək, yüksək bizə yaraşmaydı. Ən addiq etqa vaxtıda bizə yaraşmaydı.
Doğru deysiz. Undaq bolsa, Yani bir cümle qo'shimcha qilg'im bor, agar muvofiq bo'lsangiz. marhamat. Yani bizningki odamlarimiz o'tgan bir talash tortishni anglab qoldim. Men ular qaratma qilib demayapman. Men ularningki boshqalarni ayblab yurishdan burun o'zimizning asarlarini qat'iy qilib o'qishini umid qilaman. Xuddi Yevropaliklar o'zi javob topib olgandek, biz ulardan burunroq javob topib olsak, texmi yaxshi bo'ladi. Masalan, men uzun yillardan beri Mayter Smith eserini tadqiq qilyapman. Ko'p qism do'stlarimiz bilasizlar. Bu eserninki bir bölümü demasdan To'xarchidan Uyg'ur turk tilincha avirmish deydi. Yani bir yerde turk tilincha avirmish deydi. Yani bir yerde Uyg'ur tilincha avirmish deydi. Demek Turpanda turk diyalaydi ekanmiz, o bizning Qashqarda Uyg'ur diyamamdi ekanmiz. Mahmud Qashqari Uyg'urlar haqida nima degan fasohatli so'zlarni qo'llangan? Bizning faqat u yerdagi bu namni gumonlanishimiz o'zimizning balkim shu nomga muvofiq kelmaydiganligini o'ylab qolganligimizdan bo'lishi mumkin. Ba'zi ziyonlarimiz shunday o'ylayotadi. Bilimsizlikdan o'tirg'i chiqadi ba'zi narsalar. Haqiqatni bilmaganlikdan. Masalan, Altun Yarıqda shunday deydi. Shin qusharli tutum Türk Uyg'ur tiliga tarjima qildim men buni deb shunday deb. Altun Yarıqda shunday oladi. Bu bizim bilmeganligimizden, uzun yıllarlık bizi hak hukuksuz qolganligimizdan, özümüz haqida ma'lumotlarimizning yo'qolib ketganligidan, hamda hozir hamda bokmamda sirtqa chiqqanlar cho'qim bilish kerak bo'lgan narsani o'qish kerak. Biz bolalarımızga mush kitoblarni, mush asarlar haqida ma'lumot berib, ularni mush asarlarni tadqiq qila oladigan shunday shu to'g'risida ma'lumot berib, ularni mush asarni tadqiq qila oladigan bosqichga ekilishimiz kerak. Bu hamda bizning bilimsizligimizdan, bilimsizlik degan bek cho'ng ishga, bilimsizlik degan vatandan ayrilib qolish degan gapga, bilimsizlik degan o'zini tonimayganlik degan gapga, bilimsizlik degan bütün xatolarni takror orqadan qilaverish degan gapga emasmi? Shuning uchun biz bilmagan narsalarimiz haqida nurg'un qarorlarni berib ketamiz, nurg'un hukmlarni chiqarib ketamiz. Ama bilim dunyosi buni qabul qilmaydi. Agar ruxsat qilsangiz, yana ikki so'z shu nusxalarning tadqiqoti haqida bayon qilsak qanday deysiz? Men undan keyin so'zimni to'xtataman. Ma'qul, vaqtni berib qoldi. Unda biz biraz qisqartiraylik. Yana oldimizgi programlarda davom qilamiz buni, doim bo'lsa. Chunki nusxalarni dedik, nusxalarning tepilgan vaqtlar to'g'riliq o'zimizning taxminlarini va amaliy isbotlarimizni o'tirib qo'ydik. Ammo bu nusxalar qanday, qaysi darajada tadqiq qilindi? Hozirgacha bu asar haqida eng mukammal tadqiqot ilib borganlar biroz burun deb o'tganimizdek shu vaqtdagi imkoniyatlar bilan Ratlov, undan keyin 1947-yilga kelganda Tatar olimi Rashid Rahmati Arab, undan keyin bu asarlarni rasmiy 3 nusxani bir-biri bilan qat'iy qilib solishtirib tadqiq qilgan odamlar ko'p bo'lmadi, ammo albatta yana bir amerikalik tadqiqotchi Dankop efendi bu eserini İngilizce tercüme kıldı ve bu İngiliz tercümesi hazır çıkılan tercümelerin içinde en mükemmeli ve en köp kullanıldığını. Hem de biz bu yanılan bu eserinin mezmununa dikkat kıldığan bolsak, hem bütün eserine dikkat kıldığan bolsak, bu eserde bu yana bu bizimki Viyana nüsxasının, yani kadın Uygur yazıkı yazılgan nüsxasınınki tehlikeli çoğunkur tadqiq qilinganligini mı görüp alalaymiz? Biz Uygurlar arasında bu bizningki rahmetlik atımız Nursultan Osman efendim Farg'ona nusxasini tadqiq qildi ve bu birinchi qitim bu nusxani ayrim, yani boshqa nusxalarga aralashtirmay o'z oldiga tadqiq qilib, undan keyin boshqa nusxalarga selishtirdi. U yerga nurg'un xatoliklarni ko'rsatdi. Bu keyingi vaqtda Turkiyada nashr qilingan bir qator maqolalarni ko'rdim. Bu odamlar bu kitobdan foydalangan, lekin kitobning ismini tilga amma yutuvatıdı. Biz onu gösterleyimiz, ispatlarımız yeterlik. Ona dikkat qilish kerak deb o'ylayman. Undan boshqa masalan bu atımız shu Germaniyaga kelib bu yerga qo'lyozmalarni ko'rgandan keyin, chaqtash qo'lyozmalarni Viyenaga berib, Viyenadagi shu orijinal qo'lyozmani ko'rdi. Farg'ona nusxasini tadqiqotidan keyin u yerga berib ko'rib bir necha kun shu qo'lyozma bilan elishdi. Ya'ni u yer selishtirib bir necha betlarni bir tarafta yazıqni ügünüp, yani bir tarafta okudu.
Keyin uni ko'p vaqt ketganligini his qilgan bo'lsa kerak. Qaytib kelganda menga dedi, bu ishni sizlarga topshirdik deb. Kechirsam biraz hayajonlanishim odatimga aylanib qoldi. Biz siz o topshirgan xizmatlarni, vazifalarni qilyapsiz, Ablat. Şuna elbette bu vazifani çoxum uğurlaştırışımız ailece bu işin peşinde biz. Ondaq degende onun için men köp qetim Viyenaga bardım. Aytmagım rahmet. Viyenaga bardım. Bu qol yazım üstüde məxsus üzəmnin ayrım tədqiqatlarını elib bardım. Bu Viyenada orijinal nüsxəni oxub oturğan vaxtım. Azım yuğanki bu orijinal nüsxəsi. Ha, bu 30 neçə santimetr uzunluqda ve 20 santimetr kenglikte ayet çıraylık saklanılan. Ben hayran kaldım. Bağan günüm ben desemlam kolumu tutkuzup koydu. Ben 10.000 kilometrden artık yol minip yurtum koyup bir kol yazma okuyma dep müziği kirsem kulağım alamayman. Alamadım. O yerge bunu tutkuzup koyuptu. Ben dünyadaki en bektik adamga aylandım. Hem de bu nuskunu tadqiq qilish Uygur bizden aramızda tek resmi başlanmadı, tek tadqiq qilmadik. Bizden hozirgacha tadqiq qilingan nusxamiz Uygurlarda Rashid Ahmad Aratniki aslini asos qilib turib, albatta u kichik natija emas, albatta O'tkir Efendim yetakchiligida ayni vaqtda ya'ni Uyg'ur tiliga tarjim qilindi. Bu Uyg'urcha tarjimasi hatto Rashid Ahmad Aratning, ya'ni shuncha darajada ko'p asar o'qigan, tadqiq qilgan odamning tadqiqotidan hem mükemmel. Şuna hazır Uygurlarımızın elip beriyotgan tadqiqoti, elip bağan tadqiqoti men iskturmen nege basam, yani xalqarada çoğun alqışqa erişigilik. Şuna biz başqalar bir işni qilib qo'ysa, bu ish tugide uni bizdan yaxshi qiladi baribir deb umid uzmay, bu ishni o'z oldimizga o'zimiz qilishimiz kerak. Chunki biz bu asarning ichidagi ruhni, jasoratni, əsərdəki gücünü yürəkimizdə, qənimizdə, üzümüzdə saxlab kelyotgan adamlar. Bunu göstərishimiz kerak. Doğru deysiz. O tilin egisi biz şunun üçün o əsərlərini ən yaxşı düşünüb, ən yaxşı sözlərini ən yaxşı təhlil qıla alaydıqlarını biz deyə oylayım. Çünki bizim elə məsələn Türkiyədə çıxan bəzi kitablarda bəzi xatalıqların bağlılığını his qıla alayımız. Bəzi biz hazırca işletib kelayotgan sözlər, məsələn bəzi məsələn Oğuz lehçisi yox. Ular xata düşünüb onu başqaça nim qılıb getedigəndə, amma biz qaraydıgan bolsaq yazılarımızda, bizim dialekt eğizlarda, bu şivelərdə saxlanıbatqan sözlər. Şunun üçün məncə bu əsərlərin egisi olan Uyğurlarının çoxum bu əsərlərini ən yaxşı şəkildə tədqiq qılıb, doğru oxub dünyaya sunuş gerek. Siz degəndək bu tügü deyəndə bu əsərlərini şu qıtdı, bu qıtdı əmdimə vaz keçmə deyilən nəsə yox. Bu əsərlərin hər birini biz yəni qayta tədqiq qilishimiz gerek deb oylayman. Bir misal degim kelyapti, bu sözünüzdə aytib o'rinliq, chunki albatta hamma sözünüz o'rinliq. Men so'zni tahqiqim kelyapti. Bu ay dadimiz o'lib ketish oldida, ya'ni hayotning oxirida yozgan bir maqolasi, eng oxirgi maqolasida Qutat Qubilikdagi bel bağlash so'zi haqida yozdi. Chunki Rashid Ahmad Arat va boshqalarning hammasi bel bağlash so'zini tushunmadi. Belni biladi. Bağlış nima ish bo'ladi? Biz bel bağlash so'zini iroda tiklash, qat'iyat tiklash, bir ishni qilishga qaror qilish ma'nosida bilamiz. Niyat qilish. Va bu ma'nosi ayni vaqt o'xshash so'z bor va bu so'z bizda yashayotdi. Va bu so'zni boshqalar bilmaydi. Bel bağlasa bağlaması neyim olur deydi ular. Yani demek ki bizdeki Qutat Qubilikni Uygur ziyolilarimizning baştan ahir mazmununla emas, til tadqiqotidimi, falsafa tadqiqotidimi, adabiyot tadqiqotidimi baştan ahir ayrım sözlerini emas, birikken sözlerini tadqiq qilish boshlab tekin qiyin keldi. Pirlarning bir-biriga ulanib kelishini, yani eng nozik ifodalarni ifodalashini boshqalar tushunmaydi. Shunga bu asarni o'qish, bu asarni tushunish bizga ümit bağışlaydı. Evet, rahmet. Rahmet, doğru deysiz. Ben bir mesele kişiken özel fikrim dep koyulatmam. Bunu bakşı degan sözge bağlıq. Merhamet. Bu
durust aytiladi, baxshi deganni qanaq deganmiz. Biroq baxshlar qayerga kelib qoldi degan bir masala bor-da. Shu Herat qayoqqa kelib qoldi? Yaxshi. Endi bu hammamizga bog'liq. Demak, Chingizxonning davrida Chingizxon shu Uyg'ur yezigini o'zining davlat yezigi qabul qilib, o'zining fikr amaldorlarga shu yezigini o'rgatdi. Undan keyin shu Chingizxon o'zi besbaga joylarning hammasida shu Uyg'ur xattotlari bo'ldi. Uyg'urlar shu yerda shu davlatning rahbarlik ishlarida, undan keyin moliya ishlarida hammasi Uyg'urlar boshqardi. Mo'g'ul akademiyasining ko'pisi Uyg'urlar bo'ldi. Mo'g'ullarning davlat falsafasini o'tirg'i chiqargan Uyg'urlar. Men shunday deb qarayman. Iqtisodni tutgan Uyg'urlar bo'lgan. U bilakning kuchi Chingizxonning bo'lgan bilan Mo'g'ulning bo'lgan bilan bilim kuchi, iqtisod kuchi Uyg'urning bo'ldi. Chunki bir davlatning shunday taraqqiy etib, shuncha keng zamin egallash uchun siz bir iqtisodiy kuch kerakda, bilim kuchi kerakda. Bilim kuchi Uyg'urdan oldi endi. Hadi buni Heratga kelgan bo'lsak, shu Heratda yangi Abdurazzoq Baxshi shu Qutadg'ubekning ko'chaga vaqtida shundan 2 yil keyinda bizniki yana bir ulug' Uyg'ur farzandimiz dunyoga keldi 1441-yil Alisher Navoiy. Yo'qsa shu Baxshlar to'g'risida gap qilmoqda, uni qo'shib qo'ysak deyman-da, chunki Alisher Navoiyning dadasi Baxshi G'iyosning kichik Uyg'ur baxshilaridan, Uyg'ur baxshilaridan. Bu Mirzo Haydarning Kesh tarixi Rashidida deyilgan bu gap. Keyin Mirzo Haydarning kitobi bir qarab chiqimda faqat bu Alisher Navoiyninglar miltin ko'rsatdi Uyg'ur deb. Ko'psini miltin ko'rsatdi. Masalan, ko'plagan shoir yozuvchilar ataydi, ularningki tug'ilgan yer bilan, masalan, bir Qashqariya degan o'xshash. Xuddi ne bo'lishi mumkin. Biroq bu Alisher Navoiy kelganda uning miltin alaydi ta'kidlaydi. Mushuma bir diqqat sazovor deb mumkin deyman, baxsh to'g'risida gap chiqadi. To'g'ri deysiz. Mushu baxshi faqat Uyg'urlarga berilgan unvon. Chunki Uyg'urlar qila oladi. O ma'rifchi, navoiylik olim degan ma'noda. Ma'noda emas, bu faqat Uyg'urlardanla kelgan bir alaydik. Shu Turpanning shu Uyg'ur hududidagi yangi yezib madaniyatni tarqatib etgan bo'lgan shuni Chingizxondan bilib kelgan deyman-da. 4-chi qo'lyozma to'g'risida haqiqatan durust deyilyapti, chunki bu masalani farqlashmaysiz. Ko'p vaqtida masalan shu Radlovning kopiyasini oldi degan. Kopiya degan vaqtda qanday kopiya deganiga diqqat qilmaymiz, shundaqmi? Bu fotokopiya bu ya boshqa faksimilar buni diqqat qilmaymiz. Biroq endi ablat degandek bu haqiqatan buni maxsus xattatlar ko'chagan bo'lgandan keyin demak umi ayrim bir qo'lyozma sifatida qaralsa bo'ldi. G'oyat durust deyildi. Har qanday shu yangi 3 nusxaning hammasining asosida yana bir nusxa yo'qolib ketgan. Endi bu yerda qayerda nusxasida har 2 nusxa bor. Faqat farq shu. Endi ularning otilishi qanday bo'ldi? Shu to'g'risida kishi o'ylansa bo'ldi. Har ikkisining qayerda nusxada boshqa deyish to'g'ri, Sankt Peterburg nusxasi deyilamdi. Radlov maxsus shunday buyurtib ashada Erdo'g'andan keyin ham shu yerda saqlanayotgandan keyin bu 4-chi nusxa balkim Sankt Peterburg nusxasi deyilamdi. Uni o'ylashtirgan masalaga bu nayta men o'sha cho'ng bir yangilik bo'ldi. Ablat buni maqola qilib eng qisqa zamonda chiqardigan bo'ldi, o'tgan so'zlashgan to'q. Yaxshi. Ismini qo'yib etding Ablat siz. Rahmat. Ruslan Ma'lumning taklifi bo'yicha. Rahmat. Boshqa qo'shimcha qildigan? Undaq bo'lsa, oxirgi so'zlaringlarni olay, vaqtni birga berib qoldik. Qolgan temalarni keyingi programmaga qo'yib qo'yaylik. Yaxshi, haqiqatan bugun aytdi bir yaxshi uchurlarga ega bo'ldik, yaxshi mazmun suhbat bo'ldi. Bu Qutadg'ubek haqiqatan bizning qomusimiz, bitmas tugmas g'azinimiz. Uning har bir shu qaralgan masalalar bo'yicha jillab mushtaq programmalarni uyushtirishga bo'ldim. Shuning uchun bu qayta mushtaq kirish niyatida shuncha gap bo'ldi. Unda keyin shu bizniki ulug' g'azimiz to'g'risida yana fikrlar davom etib o'ylayman. Hammalarga rahmat. Rahmat. Bugungi Qutadg'ubek suhbatlar programmamizni boshlaganimiz bizni xush qildigan, hayajonlantirdigan ajoyib bir vaqt to'g'ri keldi. Demak, faqatdan biz suhbatlashib qolmasdan yangi narsalarni bayqash va yangi mazmunlarni tushunish va buning uchun davomli o'zaro aloqalashish, fikrlashish, albatta qarshi fikrdagilarni qarshi olamiz. Bu saniga chiqganimiz yaxshi bo'ldi. Bundan keyin ishonamanki, bizning hammamizning o'rtaq tirishchilik bilan, mahburatimizning yetaklishi bilan, hammasining hadis emasmi, meningki.
Biz çokum muvaffakiyetlik yeni tadqiqat neticelerini ortaklaşalaymiz. Albatta, albatta. Rahmat. Rahmat, bugün Qutatquy bilik haqida onun bir daryo ekanligini, bir gazin ekanligini ko'rib ko'rdik, hurmatli ko'rurmanlar. Bu gazindan yana go'harlar qazishni davomlashtiramiz albatta. Programni yapishdan burun bir ish esim keldi. Bugün Ramazan'ınki ahirgi 4 gün deyman, ahirgi 4 gün qoldi. 4 gündən keyin roza hit. Ben bu ekrandan vatan roza tutalmay, hit qılalmay, besim ve zulüm asıl azap çekip atkan halkımga salam ve âli ihtiramımni bildirmen. Ularning teniga salomatlik, chidam ve g'ayrat tilayman. Bayramlarımızı haqiqiy ma'noda xo'shal-xo'ramlik ichida o'lash-cho'lash o'tkazadigan go'zal kunlarning patroq kelishini tilayman. Bütün dünyadagi Uyg'urlar ve Müslüman alimininki roza hitini tabriklayman. Programımızı bu yerda oxirlashtiramiz. Biz bilan birga bo'lganinglar uchun sizlarga ko'p rahmat. Kelar qitimqi tirilish suhbatlarini suhbatlarda ko'rishga omon bo'linglar. Allohga omonat. Xayr xo'sh. Sizga rahmat. Rahmat. Rahmat sizlarga. Xudoyim omonat etsin. Xudoyim omonat. Eğitimizden aldın tebriklayman. Rahmat.